أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب التيمم. Yani su tepilmagan çağlarda tartilish uchun ziminning yuziga qo'limizni uriblam yuz qo'llarimizni silsak bu taratning o'rnida turdi. Va huwa fil lughati mutlaqul qasd. Lug'at ma'nosi niyat qilgan, maqsad qilgan, shuni ko'zlagan degandek ma'nolar keladi. Qala ash-sha'iru: "Va ma adri idza yammamtu ardan uridul khayra ayyuhuma yalini." İza yammamtu ardan degan bir ziminni ko'zlab minib qolsam, uridul khayra yaxshilikni izlab bir ziminga bormoqchi bo'lsam, bir ziminni maqsad qilsam, bilinmayman dedi. Va ma adri. Bilinmayman. Ayyuhuma yalini degan yaxshilik va yomonlikni demakchi. Ayyuhuma yani al khayr va shar. Men yaxshilikni izlab bir ziminga bordim, lekin men yaxshilik bormi, yomonlik bormi, beshimga yaxshilik kelamdi, yomonlik kelamdi, bilinmayman dedi. Yali degan vala yali yaqinlashdi. Masalan, fima yali deymiz-ku, tuandike deganda. Va fi shar'i qasdu as-sa'id at-tahir. Pak zimin yuzini maqsad qilish dedi. At-tahir pak. Sa'idan tayyiba dedi Qur'on Karimda. Shu tayyib degan ma'noda. As-sa'id degan asli sa'adatga o'rlashni ko'rsatadi. Shunga liftni mas'ad deymiz. Ziminning yuziga o'rlab chiqqan modda bo'lsa, shuni maqsad qilish dedi. Bu qum bo'lishi mumkin, to'pi bo'lishi mumkin, undan boshqa tosh shig'illar bo'lishi mumkin. Va isti'maluhu bi sifatin maxsusa. Ashu zimin yuzidagi pak moddani maqsad qilib, shuning yuzlanib, ashu moddani ma'lum shaklda, ma'lum sifatda ishlatishdan iborat. Li iqomatil qurba. Ibodatni ado qilish uchun, Alloh taologa yaqin bo'lish maqsadida ma'lum shaklda ishlatish tayammum deb ataldi. Tayammum shu islom ummatiga Alloh taolo ato qilgan alohida bir iltifotdan iborat. Burun qilda yo'l qo'yilmagan islom ummatiga kengchilik qilib yo'l qo'yib bergan. Va sababu wujubihi ma huwa sababu wujubil wudu. Nima uchun vojib bo'lgan, farz bo'lgan bu tayammum desa, tahorat ilishning farz bo'lganligining sababi o'zi shu deydi. Ya'ni namoz o'qishni xohlaganimizda tayammum qilish farz bo'ldi. وشرط جوازه العجز عن استعمال الماء. Tayammumning joiz bo'lishining sharti suvni ishlatmay qilish edi. Ishlatishdan ojiz kelganlik. Li'annahu khalaful wudu. Yoki li'annahu khalafal wudu'a. Yoki li'annahu khalaful wudu'i. Chunki bu tahoratning o'rniga degan, yoki izbasar bo'lgan. Khalaf degan keyindan keldigan, izbasar bo'ldigan bo'lish. Shuna al-khalaf va salaf deymiz. Lekin xalfun desanglar bu nachar avlod degan bo'lib qoldi. Qur'on Karimda fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahawat. Fala yushra'u ma'ahu. Davom ekan, tahorat va tahoratning izbasari va izbasar bo'lg'achqa aslidagi shu tahorat bilan billa qilinmaydi. Biz yuqorqi bablarda shak qilib qolgan taqdirda ikkini tan qiladi dedik. Lekin bu biz shak qilganligimiz uchun qildik. Shariatda ikkini tan qilsa deb ko'rsatganlikdan emas. Wal aslu fi jawaz at-tayammum, al-asl mishada dalil. Asas dalil. Tayammumning joiz bo'lishiga asos dalil Alloh taolaning so'zi. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Tahorat oyati shu. Su topamısanglar, pak zimin yüzüde tayammum kılınlar. Ve kavluhu sallallahu aleyhi ve sellem et-teyemmumu kâfîke velev ila 10 hicac. 10 yılga uzrab ketsimi, 10 yıl davamlaşıp ketsimi tayammum sana
yeterlik. Ma lam tajidil ma. Suni topolmaganlam ahvol bo'lib qolsa, tayammum sana yeterlik. Yani tayammay, tayammum qilib taharatning o'rnida turdi demakchi. Hijaj degan bir hijjani bir yil deymiz. Hijja bir yil, hijaj degan ko'plikka, yillar. 10 yilga davomlashib ketsa-mu, su topolmagan ahvolda tayammum sana yeterlik dedi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. İslam ümmeti bununla icma qilgan. Yani tayammum qilsa taharatning o'rnida turdiganligiga icma qilalik. Davom ekan el-kitab ve sünneh vel icma bunun delili. قال المصنف رحمه الله تعالى من لم يقدر على استعمال الماء لبعده ميلا أو لمرض أو برد أو خوف عدو أو عطش أو عدم آلة türlü sebepler tüfeyliden suni işletilmey qalgan kişi olsa suni nima uchun işletilmedi desa 1 mil yiroqlikda bo'lib qolganlikda. 1 mil degan 700-800 metr atrofida. 1 mil aralıqda jiroq bo'lsa, u yerga atoytin berib suv ekilib jumay tayammum qilsa bo'ldi. Chunki u jiroqlikda berib suv ekilishda jafo mushaqqat, qiyinchilik bo'lib qolganlikdan kechiritildi. Avli maradın yoki kasallik sababidan suv ishlatsa ziyon qiladigan yoki suv ishlatilmaydigan av bardin ya qattiq sovuq bo'lib ketganlikdan suv istanmay soğuk suda ta'tillanmay juynamaydigan bo'lg'achqa tayammum qilsa bo'ldi. Av xavfi aduvin yoki dushmandan qo'rqib qolgan ahvolda suv akilaydi ko'lning qishig'i bo'lsa yo daryo bo'yi bo'lsa dushman pan qilib o'tadigan bo'lsa yoki tutib ketadigan bo'lsa suv garchi yaqin yerda bo'lsa-mu dushmandan qo'rqqanlik uchun suvni ishlatilmay qoldi. Av atashin yoki yenidi bor suvni tahoratga ishlatib qolsa ussizlikda chinib qolgan bo'lg'achqa hozir bo'lmasa-mu keyin ustab qolaman ussizlik etido deb andishib qolsa av adami alatin yoki suv bor ko'zi ko'rib turibdi oldida bor lekin suv oladigan ya chilak yoki bir narsa bo'lmag'achqa masalan quduq bo'lsa chilak bo'lmagan bo'lsa suv ololmaydi. Yastaqi biha sayman bo'lmag'achqa suv ololmay qolgan ahvollarda yatayammamu bima kana min ajza'il ard ziminninki bir parçası bo'lgan ziminning ustida bo'lgan qanday bir narsa bilan tayammum qilsa bo'ladi. Kat turabi va ramli val jiss val kuhl masalan turab degan to'pa tuproq va raml qum val jiss degan haq ya gaz degandek narsalar val kuhl surma ya ziminning ustiga shu narsalar chiqib qolgan bo'lsa shu narsalar qoplab ketgan yer bo'lib qolsa shu yerdan qo'lni yagurib bilan tayammum qiladi. Qordimi tayammum qiladi? Ya qorda bo'lmaydi. Qor ziminninki yuzdagi modda emas. Boshqa yerdan kelib qolgan. Ya ustini qalam qorib, ya qalam qoplab ketgan bo'lsa, tuproqda qorning osib qolgan bo'lsa, qalam ziminga tavanasi bo'lmoqchi qor. Lekin suvni ishlatishga munosib joylar deyish mumkin. Qor bilan unda yuyish mumkin. Qorni badanga tekkizib surksa, erib oqidi. Bu yuyishdan iborat. Mal barad degandek, ma'sal deb chiqdi deyman. Amma ba'dul ma'i, yani bir-birlab tafsil bayon qilsak, suvning jiroq bo'lishi. Fali qawlihi ta'ala bunun dalili falam tajidu ma'an fatayammamu. Su topolmasanlar tayammum qilinglar dedi. Demak bu yaqin atrofda topolmasanlar degan gap. Cho'qim jiroq yerda albatta bor. Va amma at-taqdiru bil mil, nima uchun mush orliqni biz 1 mil deb o'lchadik degan masalaga kelsak, falima yalhaquhu min al-haraj bi dhahabihi ilayhi wa iyabi. Chunki 1 mil jiroqlikqa berib qaytib kelishda jafo tortib qoladi. Wal milu thuluth farsakhin
Bir mil degan bir farsahning 3dan biri. Yani bir farsah 3 mil bo'ladi desak, 1 mil bir farsahning 3dan biri. Yani 5 kilometrdek bir narsa. Farsah degan. Mil degan 1700-1800 metr. Ve ammal maradu falil aya. Nima uchun kesal bo'lgan ahvolda tayammum qilsa bo'ladi dedik desa, va in kuntum marda aw ala safarin deb kasallikni tilga olganlik uchun oyatda. Wa sawa'un khafa ziyada al marad aw tulahu. Bu yerda ikkisi barobar dedi. Kesilning texmi ig'irlab ketishidan ansirsimi yoki suni ishlatgan taqdirda uzun muddat yetib ketma deb ansirsimi yoki kesil texmi ig'irlashib ketishidan ansirsimi o'xshash. أو خاف من برد الماء ياكي سنن صوغدن أنسرسمو أو من التحريك للاستعمال ياكي تارتالمان داب طلبنا حركة لندرب مدرلتب خيسا أغرب كتلغان ياكي كسل إغرلش كتلغان بوسا تيمم قليورتو لأن الآية لا تفصل çünkü ayette onda tefsirlerle beyan kılınmagan. وكذلك الصحيح إذا خاف المرض من استعمال الماء البارد لما فيه من الحرج. Yani sağlam kişi mi o? Keselemez. Sağlam bir kişi. Soğuk suyunu işletkenlikten keselge girip dağılışıdan korksa, soğuk diye ağırıp kalışıdan korksa, bunun o tayammum kılışkı ruhsat kılındı. Lima fihi min al harac. Çünkü bunun da mı kesel olup ağırıp kalası bu kişinin alıp kaladı demek için. ويستوي فيه المصر وخارجه. Bu meselede şehir içi olsun, şehrin sırtı olsun okşaş. من استعمال المارد البارد لكما مارد يمسود Yok, ma. خطا يزبط ما بقولش كده. خطاش. وكذلك الصحيح إذا خاف المرض من استعمال الماء البارد لما فيه من الحرج ويستوي فيه المصر وخارجه. وقال يعني الصاحبان لا يجوز التيمم في المصر. شهر içinde teyemmüm kılışkı bulmaydı. لأن الغالب قدرته على الماء الساخن. Çünkü şehir içinde, yani şehrin sırtında su ısıtış mümkün bulmadı, ısık su bulmamışka ağırıp kılıştı ensirdi. Yani şehir içinde adette su ısıtılan imkaniyetli buludu demek ki. Kulna, yani kulna dediğimiz bizim İmamның mavqası turib şagirdiga raddiya berishimiz. La nusallimu zalika fi haqqil azabi yoki al-g'aribi. Al-azab desak bo'ytaq degan bo'ldi. Bo'ytaq kishi haqida biz buningga ma'qul kelmaymiz. Al-g'arib desak bu texmo yaqin shar ichidagi musafir, g'aribani bir kishi, shu yurtda urug' tuqqanlari oilasi yo'q bir kishi, boshqa yerdan kelib qolgan bir kishi su istanmay qilishi mumkin. Al-faqir namrat kishi. Namrat olsa musafir holatda bir shaga kirgan g'aribani bir kishi shar ichida su topolmay qilishi mumkin. Ala anna al-kalama 'inda 'adam al-qudrati fayakun 'ajizan fayatayammamu bin-nas. Shundaqmi? Biz shunda da bir raddiya berdik, lekin yana bir tarafdan aytsak, bunda raddiya berishmi ketmaydi demoqchi. Chunki biz hozir suni ishlatilmaydigan bir ahvol bo'lsa deb kelyapmiz. So'zimiz shu mazmunda bo'lyapti. Undan ekan bu shu oyatning aniq ko'rsatmasi bilan nas degan aniq ko'rsatmasi, aniq lafzi bilan tayammum qilsa bo'ladi deydi. Shu "in kuntum marda ala safarin" degan marda degan so'z bilan ondan falam tajidu ma'an degan ibora bilan tayammum qilsa bo'laverdi. Yani bu xuddi issiq su topolmagan, yani faqatlam su topolmaganning hukmida demoqchi. Wa kadhalika law hala baynahu wa bayna al-ma'i aduwwun aw sab'un. Yana su bilan u kishining orliqida bir dushman yoki bir yiritqich hayvon bo'lib, berib su ilishini to'sab qo'ygan bo'lsa, tayammum qilsa bo'ladi demoqchi. لأنه عادم حقيقة. Çünkü onun qo'lida haqiqatan su yo'q. Yani su qo'lida emas hozir. Berib su aklaydi-sa, yirtqich hayvonda ya dushmandan qo'rqgan ahvol bor. Adimun topolmagan kishi degan. Adimun. Adam degan yo'qlik.
Ve kezalike in kana ma'ahu ma'un shundaqla qo'lida suv ekan. Ve yakhaful atasha law ista'malahu. Agar bu suvni tahoratga ishlatib qolsam, ustunlikda qizinib qolaman deb ansirab qolsa, tayammum qildi. Fa innahu yatayammamu li'annahu 'adimun hukman. Chunki bu suv topolmagan kishining hukmida. İmma li khawfil halaki yoki suvni ishlatib qolsa keyin cho'lda ustunlikdan o'lib ketishi mumkin. O'lib ketishdan ansiraydi. Aw li'annahu mashg'ulun bil ahm. Yoki uningdan muhimroq bir ish bilan mashg'ul bo'lganlikdan. Masalan, ya birisini davolashga ishlatilgan suv ekan, yoki shunga o'xshash zurul bir ishqa ishlatishga tayyorlab qo'ygan suv bo'lsa, tahoratga ishlatishdan ma'zurulrakdi deganlikdan suvni ishlatmay tayammum qildi. Fasara adiman. Davonikan bu xuddi suv yo'q kishi bo'lib qoldi. Va kadalika idza kana ala bi'rin. Yana bir quduq beshida bo'lib, walaysa ma'ahu ma yastaqibi. Quduqdan suv tortilgan bir narsa yo'q ekan, yo chilak, yo boshqa bir narsa. Li'annahu adimun aydan. Bunda ahvolda yana tayammum qiladi. Chunki bu suv topolmagan kishi hisobida. Wa yatayammamu bima kana min ajza'il ard. Endi nima bilan tayammum qiladi degan masalaga kelsak, ziminning bir parchasi bo'lgan, ziminning ustidagi modda bilan tayammum qildi. Liqavli ta'ala sa'idan tayyiba. Pak zimin usti, zimin yuzida tayammum qilinglar deganlikdan. Ammo sa'id degan so'z buni tuproq deb qo'ysak ham bo'lmaydi. Sa'id degan so'z ustiga o'rilgan narsa dedik. Liftni ustiga o'rilgan narsa o'g'ishqa mas'ad deymiz. Sa'id degan ma yas'adu ala wajhil ardi lughatan. Lug'at ma'nosi tilshunoslarningki muayyanlashtigini ziminning ustiga o'rlab yuzini qoplagan moddalarni sa'id deymiz. Ammo tayyib degan so'z esa at-tahir, pak degan ma'noda. Wa hamluhu ala zalika awla min hamlihi ala al-munbiti. Sa'id degan so'zni ziminning yuzida, at-tahir deganni pak desak, mushu muvofiqroq deydi. Nimadan bakrak muvofiq? Pak degan so'zni munbat, ya'ni o'simlikni o'stiradigan to'pa, tuproq deb tafsir qilishdan muvofiqroq deydi. Hozir bu İmam Şafii rahmetullohi alayhiga raddiya hisobida. Chunki İmam Şafii Said deganni to'pi bilan, tuproq bilan xos qilib, tuproqdan boshqa ziminingizdagi mesela qum, gach, surma, ashunda narsa bo'lib qolsa, tayammum qilish bo'lmaydi deb turadi. Yani bir mazhabda ziminning ustidan bo'ldi ekan, ziminning o'ziga nima chiqib turgan bo'lsa, shuningda tayammum qilish bo'ldi. Hatta Qur'on tash bo'lib qolsa, to'pi yo'q, shuni uriblan tayammum qilish bo'ldi deydi. Chunki saida shu. Yani ba'zi joylarda necha yuz kilometr oraliqda to'pi yo'q, qumdan bo'lishi mumkin. Arab yerim oldim shunda joylar. Ba'zi joylarda shunda gaj ya haq, shunda bir moddalar zimin ustini qoplab ketgan, yoki sho'rliq qoplab ketgan, shunda yali bo'lishi mumkin. Bu odamda shu narsada tayammum qilmasa, 50-60 kilometr yo'l yurish kerak bo'lib qoldi. Bak to'p qunab ketgan, shunda to'pi o'rlaydigan kiyim bo'lsa bo'ldi. Bo'lmasa, abtuz olgan ekan, tushib yaga urish lozim. Hozir pokiz kiyimda to'pi yo'q hamda. Li'anna al-murada min al-ayati at-tathhir. Chunki oyatdan maqsad pokizlash deydi. Liqavli ta'ala walakin yuridu li tahhirakum. O'sha oyatda Alloh taolo sizlarni poklashni xohlaydi degan. Fakana iradatu at-tahir al-yaq. Nonki mush tayyiban degan so'zni tafsir qilishda munbat degandan pak deb tafsir qilsak, texmo munosib chiqadi. Wa huwa hujjatun ala Abi Yusuf fi at-takhsis bit-turab wal-raml. İmam Abu Yusuf rahmetullohi alayhi tayammum mush to'pi bilan qumda bo'ladi debdigan. Uningdan boshqa moddalarda tayammum qilishga bo'lmaydi debdigan. Nonki ay pak
maddilan bulab qalsa ziminning yuziga tayammum qilsang bo'ldi deb tafsir qilsak, Abu Yusuf rahmatullohi alayhi mush oyat raddiya bo'la oladi. Va ala Shafi'i yana Imom Shafi'i rahmatullohi alayhi raddiya bo'la oladi. Fit taxsis bit turab. Imom Shafi'i rahmatullohi alayhi tuproq deb bilan xoslashtirib olgan. Said degan so'zni tuproq deb izohlagan Imom Shafi'i rahmatullohi alayhi. Biz deymiz tilshunoslar Said deganni zimin yuzi, ziminning ustiga o'rlab chiqqan narsa deb masalan Asma'i, Zajjaj ibn al-A'rabi, Al-Khalil ibn Ahmad al-Farahidi bular Said vajhul ard degan. Undan İmam Shafi'i rahmetullah alayhi raddiya bo'la oladi. Bina'an ala anna al-murad bit-tayyib al-munbit. İmam Shafi'i rahmetullah alayhi tuproq deb bilan turib olgan. Nimaga asosan desa, tayyib degandan maqsad munbat degan mazmun maqsad qilinadi. To'pidan boshqa narsa munbat deyilmaydi deb. ولأن الطيب اسم مشترك بين الطاهر والمنبت والحلال. Yani bir raddiya tayyib degan so'z uch xil ma'noga o'rtaq ishlatilgan so'z bu. Mushtarakni bizning degan to'q. Necha xil ma'noga o'rtaq ishlatilgan so'z. Masalan bizning ma'nodash so'z, shakldash so'z deb baqo. Hozir bu bir necha ma'noga o'rtaq ishlatilgan so'z. Shakldash so'zdak. Masalan biz Uyg'urchada masalan o't desak, o'tlaydigan o'tni o't deymiz. Yanadigan o'tni o't deymiz. Bu yerdan tayyib degan hozir bu yerda pok narsani tayyib deymiz. Wal munbat bir narsa unadigan tuproqnimi wal munbit. Uyg'urcha munbat deymiz, munbit. Bir narsa undiradigan tuproqnimi tayyib deymiz. Halalnimi tayyib deymiz. Kulu min tayyibati ma razaqnakum deganda. Va tayyibat masalan. O'rtaq ishlatildi. Va iradatu ma zakarna awla. Endi biz pok degan mazmunga ilib bordik buni. Bu boshqa mazmunga ilib berishdan oldin o'rinda turdi. Lima bayyana yuqorida biz bayon qilgan mazmunga asosan deb. Ya'ni bu yerda biznes o'stirish, u to'g'riliq gap yo'q. Bu yerda tarat ilish, pokizlanishga munosabatlik gap bo'layotgan ekan, bu yerda pok deb izohlasak shu muvofiq. Suma kullu ma la yalinu va la yantabi'u bin-nar. Andan Hanifi mazhabning yana bir qo'shimcha raddiyasi ma la yalin degan yumshab qolmaydigan, qo'rilib qolmaydigan, kishiklab qolmaydigan har qanday narsa. Va la yantabi'u bin-nar. Mesela o't bilan ko'ydisa, o'tga aylanib ketmaydigan, cho'g'ilib ketmaydigan masalan. Bunda narsa bo'lib qolsa, favva min jinsil ard. Bu zaminning jinsidan kelgan deb bilamiz deydi. Va kullu ma yalinu va yantabi'u aw yahtariqu fayasiru ramadan. Ashna qo'rilib ketilgan, kuyib ketilgan, yumshab ketilgan, erib ketilgan. Ashunda narsa bo'lib qolsa, keyin kuyib, kulga aylansa, laysa min jinsil ard. Zaminning jinsidan emas ekan deymiz. لأن من طبع الأرض أن لا تلينا بالنار. Çünkü zeminin tabiiyeti şunday deydi. O't bilan bu qo'rib qolmaydi yoki yumshab qolmaydi. Yani ko'ymaydi demakchi. Va yantabiqu bilan yahtariquni farqimi? Yahtariq degan ko'ydi. Yantabiq degan qo'rilib ketilgan, yumshab ketilgan, erib ketilgan. Masalan, ba'zi moddalarni ko'ydisa, o'sha o'tqa, cho'qqa aylanib ketishi mumkin. Kömür mala yahtariq deb bekitgan bo'g'achqa ko'mirninki tigi o'tan ko'ydigan bo'lgan ekan, Hanifi mazhabda ko'mirda tayammum qilsa bo'lmasi kerak. Wala budda fihi min at-tahara. Biz tayammumga ishlatmoqchi bo'lgan zaminning moddasi to'pa yoki qum shu narsalar pokiz bo'lish kerak. Lima qaddamna biz yuqorida bayon qilgan shu tayyiba degan so'zni pok deb izohlagan mazmunga asosan. Wala budda min an-niyya. Niyada niyat bo'lish kerak. Taratda niyatni shart qilmagan, lekin tayammumda shart qildi. Wa hiya an yanwiya raf'al hadath aw istibahata as-salati. Bu yerda niyat qilish nimadan iborat esa,
Taratsizlikni yo'qdi, tarat almoqchiman deb shu qo'lini shunda urib bizga qo'liga silash shundan iborat. İstibahatus salat degan mushuningda namoz o'qisam bo'ladi. Ya'ni namoz o'qisam mubah bo'ldi deb qarab shunda qilsa. Va qala Zufar rahimahulloh la tushtaratu an-niyatu kal-wudu. İmam Zufar shu tartag'an chaqda niyat shart emas degan to'q tayammummi taratning o'rnida turadigan izbasar. Şuna tayammumdimi niyat shart emas. Niyat shart emas degandikan tarat yo'q odam ya junub odam to'pining ishiga tushib ketib butun jismi to'piga milinib ketsa niyat qilmasimi tarati bo'ldi demoqchi. Valana endi bizning dalilimiz İmam Zufarga qarata annahu ma'murun bit-tayammumi wa huwa al-qasd. Bu tayammum qilishga buyurilgan. Tayammum nimadan iborat desa, buning lug'at ma'nosini maqsad qilish, iroda qilish, niyat qilish deb izohladik. Wal qasdu an-niyya, maqsad qilishgan shu niyat shu. Fala budda minha. Undan keyin niyat bo'lmaydi. Chunki o'sha tayammum degan lug'at ma'nosida niyat degan mazmun bor. Bi xilaf al-wudu. Adatda taratilish buning o'xshamaydi. Kaynahu ma'murun bi ghasl al-a'da'i wa qad wujid. Çünkü taratda tavsulu wujuhakum wa aydiyakum deb buyurdi. Shuni qilsam bo'ldi. U taratning mazmunida o tayammumdak unda niyat, maqsad degan gap yo'qdi. Summa anma yuqordikse siz tayammumni taratga qiyos qildingiz. Bu qiyosiniz hozir farq qilib qoldi deb bir farqni o'tirib qo'ydi. Endi hozir ikkinchi farqni o'tirib qo'yadi. Thumma turabu mulawwithun va mughabbirun. İkinci farq tuproq yoki to'paz zaminning yuziga modda deyli. Bu texmo bulg'utilgan, chang to'zonlashtirilgan, bo'xinoqlashtirilgan narsa. Ya'ni bu yuzga hozir shu tuproqni suvsak yüzümüz texmo meni to'g'andek bir ahvol bor. Pakiz yüzünü hazır topulan meni qilayotgandek bo'lmas. Va innama yasiru mutahhiran darurata iradetis salat. Asli bu poklaydigan narsa emas. Yuzni texmo to'p qilayotdi, lekin namoz o'qish maqsad bo'lg'achqa, buningdan boshqa chora bo'lmag'achqa, Alloh taolo ham shunda qulaylik yaratib berib, ruxsat qilgan bo'lg'achqa bu pokizlaydigan narsa bo'lib qoldi. Amaliyotda unda pokizlab ketilgan narsa emasdi. Ya'ni masalan suv bilan aralashtirib bir narsani qachini, to'pida yursak, bundan pokizlaydigan so'pining o'rnida turishi mumkin. Lekin to'pining o'zida bir narsani suvab nima qilsak, bularni badanimizga surksak, bu texmo chang to'zonlashtiradigan narsa. Mutahhiran darurati iradat salat degan namoz o'qimoqchi bo'lsak, bunun bosh chora bo'lmag'achqa Alloh taolo shunda ruxsat qilgan bo'lg'achqa o'zligidan bu poklig'ichi bo'lib qoldi dedi. Ya'ni Alloh taolo shunda poklig'ichi qilib berganlikdan shunda bo'lib ketib qoldi. Bo'lmasa poklig'ichi bo'lmaydi demoqchi. Va dalika bin niyya. Shu ya'ni poklig'ichi bo'lib qilishi bizning namoz o'qishni iroda qilganligimiz sababidan bo'ldi dedi. Shu niyat bizni bo'lganlikdan. Bi xilaf wudu. Ammo taratda undaq emas. Li'anna al-ma'a mutahhirun fi nafsi. Chunki suv degan o'zi pokizlaydigan narsa. Fastaghna fi wuqu'ihi taharatan an-niyya. Undan keyin buning taharat bo'lishida suv bilan yuz qo'limizni yuvgan ahvolda mush qilgan ishimizning taharat bo'lishida niyat kerak bo'lmadi. Lakin yahtaju ilayha, yoki yuhtaju ilayha, yoki qasdug'niya desak bo'ldi. Lakin yahtaju ilayha fi wuqu'ihi ibadatan va qurbatan. Lekin taharat olgan chog'da niyatga muhtoj bo'lishimiz ibodat olsun, savobga erishayli desak, andın muhtoj bo'lamiz. Bo'lmasa taharat qilishga niyat ketmaydi. Yuhtaju ilayha yani ila niyya demak. Qala wa yastawi fihi al-muhdith wal junub.
tayammum qilishda, tayammum masalasida kichik tarti yo'q odammi, ya'ni tarti yo'q namozga tarti oladigan odammi, yana junub kishimi o'xshash. Her ikisining qildiği şu bir ishdan iborat. Nimaga asosan? Lil aya, shu oyatga asosan. In kuntum marda aw ala safar aw jaa ahadun minkum min al-ghait aw lamastum an-nisa degan bo'g'ishqa. Wa li qawlihi sallallohu alayhi vasallam li Ammar radiyallohu anhu hina ajnaba fatama'aka bit-turab. Yani Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ammarga degan mush so'zi dalil bo'ldi. Hina ajnab, u junub bo'lib qilib, to'pida do'mulangan chaqda, tama'aka degan do'mulandi, ig'naqladi degan. Ammar ibn Yasir radiyallohu anhu junub bo'lib qolgan vaqtida to'pida ig'naqlab ekan, shuni do'mlab ekan. Rasululloh bu ahvolni ko'rib, yakfika darbatan. Bunda qilib yurmasangmi, sana shunda ikki uriblam darbalil vajh. Bir urishda yuzini silab va darbalil yadayni ilal mirfaqayn. Yani bir urishda ikki qo'lingni jaynakcha silayotgan bo'lsang, kifoya qilibdi-ku degan. Ana hadisninki mushu ilal mirfaqayn degan. Mushu ziyod bilan kelgan hadislarni ba'zilar ojiz degan. Ba'zi olimlar, masalan Imom Hakim ve İmam Zahabi qatorliq olimlar sahih deb qaragan. Bu Ammar ibn Yasirning hadisi ojiz bo'lsa-mu, lekin İmam Bayhaqi ve Hakim Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam at-tayammum darbatun lil vajhi ve darbatun lil zira'ayn ila al mirfaqayn deb ko'rsatgan. Bu hadisni Hakim sahih degan, İmam Zahabi mo sahihligiga ma'qul kelgan. Unda o'nkan Hanafi mazhabning qarshi bu hadisni sahih deb qarashga tayindi. Odatda Hakimninki sahih deb ba'lisi bo'shanliq bo'lsa-mu, lekin İmam Zahabi Hakimning hadisga bergan baholarini tekshirib chiqqandan keyin İmam Zahabi mo sahih zade deb ma'qul kelgan bo'lsa, bu hadis sahih bo'ladi. Hanafi mazhabda xuddi tartasa qo'limizdan jana qadar yurgandek o'xshash jana qadar masx qilamiz. Boshqalarning qarashida mush ikki alqonlam masx qilsak bo'ldi. Bir urib yuzimizni masx qilib, yana bir urib ikki qo'llam silasak tayammum bitti bo'ladi. Hanafi mazhabda bir urib yuzimizni silaymiz, yana bir urib qo'lni jana qadar silaymiz. Lekin Hanafi mazhabning shu jaynak qadar deyishida mush hadisga tayangan. Bu hadisni Imom Zahabi, Hakim qatorliq hadisshunoslar sahih degan. Yana sahabe kiramlardan jaynak qadar masx qilganlar bordi. Bu sahih sanad bilan kelgan. Davomida sahabe kiramlarning ish izlari ma hadisda sal ojizlik olsun bu hadisni tutdi. Ondan yana Hanafi mazhab tayangan shu ayatul vudu. Ayatul vududa Allah Teala taharet edişte mesela ve eydiyekum ilal marafiq da buyurgan boğaçka ceyneki kadar cüyüşler dedi. Ondan mesih kılışta başka mesih kılış bolsu mu? Lekin tayammumda mesih kılışın gebini kılmadan diken jüydüğen urullarının işidin tayammumda mı? Şu urulları mesih kıldan bolsak çünkü taharet ağın bilen okşaş buluş gerek. Çünkü tayammum taharetinin izbasarı. Dep aş ayettim mi? Delil çıkarıp durup Muşu azrak hadisine, yani az bir kısım ulamalar sahih degan muş hadisine, ondan sahabe-i kiramning sahih şirketlerine, onda ayetten elip süzgen şu mazmunni shuni bizlashtirib turib, jaynakka qadar tayammum qilamiz deb xulosalagan. Yana bir tarafdan Hanafi mazhab buni ehtiyot jihatdan tarjih qilgan bo'lishi mumkin. Chunki bunda to'liq qilish bor, ko'ngil xotirjam bo'ldi deb. Başkalar Sahih Buxoriy'deki işte alqan lafzi kelgan rivoyatlarga tayanib jaynakka qadar qilish kerak emas deb qaragan. Hanafi mazhab va Shafiy mazhabda jaynakka qadar masx qiladi. Başkalarning qarashida beg'ishga qadar
İşte alqanılan masx qiladi. Wal haidu wan nufasa'u kal junub. Hezda ayalmı, nifasdar ayalmı bu saqaygan çağda juyunishning o'rniga su ishlatilmaydigan, su yo'q, ulab qolgan ahvollarda junubga o'xshashlam tayammum qilsa yetarlik. Va sifatu tayammum. Tayammumni qanday qiladi degan masalaga kelsak, an yadriba bi yadayhi ala as-sa'id. Ziminning ustiga qo'li bilan birini urimiz. Fayanfudahuma. Bazı hadislerde fayamsah deb kelgan, bunda masx qiladi. Bunda urib, bunda tatib. Demak, buni urdik yoki sal tatdik, undan keyin alqinimizga to'pa chiqqan keyin buni da qaqaytimiz. Fayanfudahuma. Bu ikki qo'lini qaqaytadi. Summa yamsahu bihima wajh. Ondan ikki qo'li bilan yuzini masx qiladi. ثم يضربهما كذلك. Yüzü masx bo'lgandan keyin yana bir qatim urib ويمسح بكل كف على ظهر الذراع الأخرى. Her bir alqını bilan yana bir qo'lininki bilikining dumbisini masx qiladi. Va batinaha va ich tarafini masx qiladi. Ya'ni bir qatim urgandan keyin buni qaqaytib Bunu şunda başlap, bunda silap iç tarafını masx qilamiz. Ma'qullanma şunda masx qilamiz. Ma'al mirfaq, jeynak bilan billa. Yani jeynak bilan billa degani ağaç taharat masalasini jeynak şu yuydigan dairaga kirmamti degan talash tartishba. Mushundimi unda ilal marafiq deb o'xshash muomala qildi. Li hadith Ammar. Nimaga asosan jeynakni qetib munda desa Ammar ibn Yasir radhiyallohu anhu'nun hadisiga asosan va li qawlihi sallallohu alayhi vasallam at-tayammum darbatan. Yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallamninki bu so'zga asosan at-tayammum darbatan. Tayammum degan ziminga ikki urishdan iborat. Darbalil vajh bir qatima yuz uchun va darbalil zira'in ila al-mirfaqayn. Yana bir qatima ikki bilakni jaynakka qadar silash uchun uriladi degan. Başta yüz. Başta yüz. At-tayammum darbatan degan muhaddis Jabir radhiyallohu anhu rivoyat qilgan, Bayhaqi va Hakim rivoyat qilgan. Hakim sahih degan, Imom Zahabi imo sahih deb qargan. Garchi boshqalar sahih emas deb qargan bo'lsa-mu. Wal isti'abu shartun. Ashu silaydigan joyini to'liq silash shart edi. Isti'ab degan to'liq o'z ichiga elish, chala qo'ymaslik. Hatta yukhallila asabi'ahu. Mushunda shart bo'lg'achqa u barmoqlarini aralaydi deydi. Shuna barmoqlarini aralaydigan ish bor deydi. Yani shunda ham ustini qo'ymay barmoqni aralaydi ekan. Yani barmoqni aralash ishi bo'lg'achqa isti'ab shart deymiz mushahada. Zakarahu Muhammadun fil asl. Buni Muhammad ibn Hasan Shaybani rahmatullohi alayhi al-asl degan kitobida bayon qilgan. Isti'ab shart demakchi. Va huwa zohirur rivoya i'tiboran bil wudu. Mushu qarash Hanifi mazhabda hisob qilingan shenlik yo'l bilan kelgan rivoyatdir. Zohir rivoyaning kitoblarini 6 ta dedik biz. Al-Jami' al-Saghir, Al-Jami' al-Kabir, As-Siyar al-Kabir, As-Siyar al-Saghir, unda az-ziyadat, ondan keyin al-asl shunama. Al-kitab dedik. Al-asl, Al-Jami' al-Saghir, Al-Jami' al-Kabir, az-ziyadat, As-Siyar al-Saghir va As-Siyar al-Kabir. Demak, o'sha al-asl kelgan bo'lg'achqa, ya'ni Jami' al-Saghir, Jami' al-Kabirda kelgan bo'lishi mumkin. Bu zohir rivoya bo'ldi. I'tiboran bil wudu degan so'zga diqqat qiling. I'tibor degan so'z qiyosni ko'rsatadi. Taratga qiyosan demakchi. I'tiboran degan qiyosan. Shuna qiyosning dalil deb ko'rsatilgan o'sha oyat fa'tabiru ya ulil absar. O'sha oyatda i'tabiru degan so'z kelgan. Shu olimlar qiyosda o'sha i'tibor degan so'zni ishlatadi. وروى الحسن في المجرد الحسن بن زياد إمام أبو حنيفة رحمة الله عليه شاگردlardan biri bu al-Mujarrad degan kitobida
Abu Hanife rahmatullohi alayhidan rivoyat qildi deydi. İza tayammama al-akthar jaz. Aşı tayammum qilgan joyining ko'p qismiga tayammum qilsa, bo'ldi hisob degan qarashni rivoyat qildi. Lima fi min al-haraj. Nima uchun desa, hammaga tekkizib nima qilishni sal qiyinchilik bor. Japa tatib qoladi demoqchi ekan. Wal awwalu asah. Birinchi rivoyat sahihroq, chunki bu zohir rivoyat kelgan bo'lg'achqa. Masalan, mushu masaldimi? Zohir rivoyat kelgan bir qarash, navodirda kelgan bir qarash bo'lg'achqa, biz zohir rivoyatini shu hisobladik. Hanafi mazhabining qoidasi bo'yicha. Wa yajuzu qabla al-vaqt. Qabla al-vaqt degan namoz vaqti kirishdan burun tayammum qilsa joiz bo'ladi. Shafiy mazhabda namozning vaqti kirgandan keyin undan tayammum qilsa deydi. Balki namoz vaqti kirib bo'lguncha suv ishrab qolishi mumkin deganda. Biz ham tarixga o'xshash muomala qilib, namoz vaqti kirishdan burun tarit olsak bo'ladi, shuni tayammum qilsak bo'ladi deymiz. Tamkinan lahu min al-ada'i awwal al-vaqt. Tayammum qilgan kishini namozning vaqti kirishaman namoz o'qiy oladigan qilish uchun imkoniyat yaratib berish uchun. Chunki tayammum qilib tayyat bo'lsak, azan chiqib namoz vaqti bo'lsa, garchi namoz o'qiy olamiz. Lekin tayyat bo'lmasak, azan chiqqandan keyin unda tayammum qilib biroz vaqt kechikadi demoqchi. Hozir mana namozning vaqti kirmagan chaq. Namozning vaqti kirmagan chaqda shu namozga tayammum qilsang bo'lmaydi dedi Imom Shafiy. Yani bir mazhabda bo'lardi. Va kama fuludu. Masalan, tartilishga qiyos qilsakmi, namoz vaqti kirishdan ilgari tartilib tayyat bo'lsa, shu taratda namoz vaqti kirgandan keyin shu namozni o'qiy oladi. Bu shunga o'xshash. Li'annahu khalafuhu. Chunki shu tayammum taratningki izbasari. Hukmi o'xshash bo'lish kerak. Va yajuzu qabla talab. Talab su izlash. Safarda bo'lsak, biz turayotgan shu joyda su yo'q. Yani su izlab topolmay, ondan kelib tayammum qilsakmi, tayammum qilib o'tib qolsak, shu hisoblaydi. Nima uchun desa, bu zodi uning qo'lida hozir su yo'q. Haqiqatan su yo'q. Va zohir al-adamu fil mafaviz. Cho'l bayavalloh bo'lib qolsa, ko'pincha ehtimolda atrofimiz suv bo'lmasligi mumkin. İlla iza galaba ala zannihi anna bi qurbihi ma'an. Faqat lamda unda ko'nglida mush yaqin atrofda suv bo'lib qolishi mumkin deb qarasa, fala yajuzu ma lam yatlub. Suvni izlashdan burun tayammum qilmasi bo'lmaydi. Lekin ko'ngilda bu atrofda suv topilmaydi. Menda suv yo'q deb tayammum qilib o'tib qolsa, hisoblaydi. Endi qanday ahvolda yaqin atrof suv bo'lishi mumkin deb o'ylaydi bo'lsa, masalan, yaqin atrofda bir daraxtzorlik, bir yeshillik, bunda bir alomat bo'lib qolsa, suv borkan deb o'ylay olishi mumkin. Unda ekan bu ahvolda suvni izlamay turib tayammum qilmasi bo'lmaydi. Li'annahu wajidun. Chunki u suv topgan kishining hukmida edi. Nadran ila dalil, bir dalilga asosan bu suv topgan hükümde. Delil diye ne varsa, delil diye ihbarun ev alama. Ya bir kişi yakında su bağ deyişi mümkün, ya ki bir alamet. Daraxtzorlik, ya ki bir yeşillik. Aşına bir alamet bolsa, su bağ diyelikinin alameti. Yustadallu biha alal ma. Aş alamet qarab su bağken deydi o. Ve yatlubuhu miqdara galvatin. Hamda qanchalik joyga suv izlab basi bo'ladi desa, miqdor g'alva va hiya miqdor ramyat sahm. Yada o'qitib qolsak, o'q qayergacha bordi? Shunchalik bir orliqi bordi. Ya o'q yetib boradigan bir yiroqlik bu. Ba'zida buni 400 qadam deb mo'ljallaydi. 200 metr bo'lishi mumkin. Qadam bilan hisoblsak 400 qadam. Wala yablughu mila. 1 milga yetmaydi. Endi bu yerda 1 mil jiroqlikqa berib ketmaydi dedi. Yuqorida 1 milning gapini qilishni, ammo 1,5 kilometrdan yuqori. Hozir bu yerda 400 qadam degan
300 metr atrofida binosi bo'lishi mumkin. G'alva degan undan ismi. G'alva degan yo'qi yetib boradigan orliqni g'alva deymiz. Demak, yuqorida 1 mil deb bekitdi. Lekin 1 mil bo'lsa, 1 mil jiroqlik to'lab qolsa, suv topolmaganning hukmida. Undan ekan, qanchalik bo'lsa, suv topganning hukmida esa 1 mil emas, 300 metr shunda orliq bo'lsa deymiz. 1 mil qadar unda izlab ketmaydi. 300 metr izlab boqsa bo'ldi deymiz. Piyoda bo'lsin yoki uloq bo'lsin yoki mashina bo'lsin. وقيل مقدار ما لا ينقطع عن رفقائه. Yani bir qarashda safardagi hamrolardan ayrilib qolmaydigan masofada izlab boqadi. Siz jiroq ketib qolsa, hamrolardan ayrilib qolishi mumkin. ولو صلى بالتيمم ثم وجد الماء لم يعد. Tayammum la namoz o'qidi. Ondan namoz o'qib bo'lgandan keyin namozning vaqtida hech ketmagan holat deydi. Suv kelib qoldi. Masalan, biz tayammum qilib tartildik, tayammum bilan namoz o'qidik. Namoz o'qib bo'lib turishimizga turbadan chaqirib suv keldi. Yoki biraydan suv tepildi deb xabar kelsa, namozni qayta tartilib o'qishimsak bo'ldi. Albatta, vaqti ketib bo'lgan bo'lsa, masalan, peshimni tayammum bilan o'qib, peshimning vaqti ketgandan keyin suv kelsa, o'qib bo'lgan peshimni qaytilmaymiz. Bunda ham olimlar ittifoq. Lekin shu vaqti ketmagan ahvolda, Hanifi mazhabda qayta taratilib namoz o'qimaydi. Bo'ldi ketdi deydi. Li'annahu ata bima umira bihi. Chunki u Alloh taolo buyurgan bo'yicha ish qildi. Va huwa as-salatu bit-tayammum. Tayammum qilib namoz o'qinglar debdi, shu buyurganni qildi. Fakharaja anil uhda gadindan saqit bo'ldi deymiz. Va in wajada al-ma'a fi khilal as-salati, namoz o'qiyotgan, namozni turgan chaqda biz namoz tursak, biraylan suv tepildi deb xabar qildi. Yoki turbadan chaqirib suv kegildi. Tawadda'a wastaqbal. Namozni buzutimiz. Namozni buzutib tartilib kelib namozni yangi boshlardan o'qiymiz. İstaqbal degan yangi boshlardan boshlaydi demoqchi. Burunqisi hisob emas. Li'annahu qadara alal asl. Chunki bu yerda asli qilish kerak bo'lgan ishni qila oladigan holatda bu. Yani tartila oladi. Qabla husulil maqsud bil xalaf. Al maqsud bil xalaf degan tayammum, al maqsud degan namoz. Demak, tayammum bilan namoz o'qish vujudga chiqishdan burun asli qilish kerak bo'lgan taharatni qila oladigan bo'lib qoldi. Va li'anna tayammuma yantaqidu bi ru'yatil ma. Yana bir tarafi, yana bir dalil tayammum degan suvni ko'rish bilan buzilib ketdi. Yani suv yo'qolganlikdan taharat ololmay tayammum qilgan kishi shunda suvni ko'rsa gerçi bundan ya taharat sungan bir ish bo'lmasimi, o'zligidan otomatik taharat sunib ketdi deydi. Fantaqadat taharatuhu. Demak, bu namoz o'qigan chaqda suv kelib qolsa-mu, taharati o'zligidan sunib ketadi. Fayatawadda, shundan taharati yo'q, namoz o'qiyotgan odamdek bo'lib, yangidan tahartilib kelib, undan yangidan boshlab o'qiydi. Ve yusalli bit tayammum al-wahid ma sha'a min as-salawat. Bir tayammum bilan xohlagancha namozlarni o'qiydi. Farz namozlar olsun, nafl namozlar olsun mesela. 2-3 farzni tartiblam ketmasa, shu tayammum bilan o'qiy oladi. Lekin boshqa mazhablarda bir tayammum bilan bir farzni o'qiy oladi deyish mumkin. Liqavlihi sallallohu alayhi vasallam, "At-turabu tahurul muslim ma lam yajidil ma aw yuhdith." Suv topolmay qolgan bo'lsa, ya tartibim ketmagan ahvolda tuproq musulmonni pokizlaydigan, taharatini paydo qiladigan narsa shu deydi. Yana bir hadisda yuqorida Ammar ibn Yasir dediği, "Et-tayammum kafika walau ila 10 hijaj ma lam tajidil ma." 10 yil olsunmu suv topolmaymisan. 4 kun, 5 kun suv topolmay qolgan odam bo'lsa, tayammum qilib o'qiyvas bo'ldi. Bir tayammum bilan taharat sunib ketmasa, 5 vaqt namoz bo'lsa o'qiy oladi.
Hozir biz o'qiyotgan kitob Hanafiy fiqhi bo'lgan ekan, Hanafiy mazhabining qarashini bayon qilib o'tdi. Lekin boshqa mazhablarda bir farzni ham o'qiy oladi deydi. Masalan, peshimga bir tayammum qildik, peshim o'qidik. Ondagi asr bo'lib qolsa, ya'ni yana bir tayammum qilib o'qishimiz lozim. Shuna yuqorida muxtarda va yusalli bit-tayammum al-wahid ma sha'a min as-salawat deganda farqni yozib qo'ydi. Imom Shafiy rahmatullohi alayh har bir namozga birdan tayammum qildi deganlik. Ya'ni mush qarashga Imom Shafiy rahmatullohi alayh qatilmaydi demoqchi. ويستحب تأخير الصلاة لمن طمع في وجود الماء. Su tepilib qolamiki deb umid qilgan kishi, tamadi bo'lgan kishi namozni kechiktirilishi mustahab. Masalan, turib suv to'xtab ketdi. Su kelib qolamiki, odatda uzun to'xtab ketmaydi deb, yo turib o'ngshayotgan bo'lsa, suv to'xtab ketgan bo'lsa, asal turib o'ngshab bo'lganda suv keldi deb qolsa, yoki biraydan suv akilyotdi to'xtab turing degan bo'lsa, to'xtab turishi mustahab. Liyuaddiyaha bi akmalit taharatayn. Namozni eng mukammal bo'lgan tahorat bilan ado qilish uchun taharatayn yani at-tayammum wal wudu. Lekin kechiktirganda hamda namoz makruh bo'lib ketilgan vaqtlarga qadar kechiktirmaydi. Bak qistab kechiktirmaydi. Azroq kechiktiradi. وتجوز الصلاة على الجنازة بالتيمم إذا خاف فوتها لو توضأ. Jinoza namozi o'qimoqchi. O'qiyli deb turgan vaqtida ba'zining taharati yo'qlab qolsa, berib taharatib kagicha janoza namozi saqlab turmaydi. Garchi namoz o'qitilgan bo'lg'achqa, bu ahvolda biz shu turgan joyimiz bilan tayammum qilib ham jinoza namozi o'qisak bo'ladi deydi. لأنها لا تعاد على ما يأتيك إن شاء الله تعالى. Belki bu Babul Cenaiz diyendek bablarda texmi tafsili bayon qilinishi mumkin. Fatafuta. Navonikan tartalaman desa, u qo'ldan ketib qolibdi. Ikkinchi qatam qayta o'qimaydigan bo'lg'achqa. Imom Ahmad rahimahulloh shunda qarash bo'lgan bir rivoyatda jinoza namoziga tayammum qilish Hazrat Ibn Abbas, Ibn Umar radhiyallohu anhulardan rivoyat qilingan. Zuhri va Al-Awza'i va Thawri qatorliq tabi'in va ulamolar mushqarash bo'lgan. Va kadalika salatul Eid, yana Eid namozi ham shunday. Li'annaha la tu'ad va la tuqda. Chunki Eid namozi degan qaytalanmaydi, qazo qilinmaydi. Chunki Eid namozini shu bir shaharda bir qatimdan o'qiydigan bo'lg'achqa, qayta yana to'plashib uning qazosini qilmaydigan bo'lg'achqa, qo'ldan ketmaslik uchun Eid namozi shunda turib qolgan ahvolda tartilib kappochi o'tab bo'lgan bo'lsa, tayammum qilib tutlam namoz o'qiydi demoqchi. Va huwa mukhatabun biha. Namoz o'qi deb buyurilgan bo'lg'achqa, wala yumkinu ada'uha bil wudu'i. Tartilib o'qiysa, tartilib kaplanmaydigan bo'lg'achqa fayatayammamu kal marid. Xuddi tartilanmaydigan kishiga o'xshash tayammum qilib o'qiydi. Ayollar Eid namozi o'qiydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ayollarni uyda o'tirgan zavatul xudur val awatiq val huyyat ezda olsun, saq olsun, buyruq etgan qizlar ayollarni Eid namoziga chiqishga, qatnashtirishga buyurgan. Eidda namoz o'qiydigan satni aristumaydi bir taraf turdi degan. Eid namozi Hanafiy mazhabida vojib. Bu hamda boshqa qarashlarda sunnat deb qaralganlikdan shuni sal qaragan bo'lishi mumkin. Lekin Hanafiy mazhabida vojib. Fasolli li robbika vanhar. Shu yerda fasolli li robbika deganni Eid namozi o'qi, unda qurbonlik qil deb tafsir qilsa, vojiblikni farzlik ish qildi. Yo'q, Eidda namozgohga, ya'ni Eidgoh deymiz. Eid namozi o'qiydigan bir maydon. Maydonga chiqib, shu joyda bir tarafda tuttirdi. Namoz o'qiydiganlar satras qilib namoz o'qiydi.
Namazdan keyin xutba so'zlagan chaqda shu hezdalimi shu xutbani tabliğini anlab, musulmonlarning duo tilovatlariga qatnashib, yaxshilikdan bahramand bo'lib qaytadi. Mesela öğleki vaktinde su to'xtab kelib qolsa, öyle mesela to'pani asosida top bulunmaydi. Unda vaqtida keladigan Öyle tapılı bulmasa, mesela bizim hazırki müşahiratımız olsa, qo'shni uylardan, qo'shni binolardan, atrofdagi masjidlardan su topilmas. Belki dükkanlardan mineral su satılışımız mümkün. Yani bak qimmat olmagan taqdirda. Unda mı imkon bo'lmasa, mush tamg'ilan mesela. Tamlı gaz, hak, mush tuproqning jinsi bo'lg'achqa, tamga urib tayammum qilsa bo'ldi. Ya unda bir narsa juqmusimi? Az bir narsa juqshi mumkin, yoki juqmaydi, sir bo'lsa. Poyez mashinaniki Poyezda su var. Poyezda su var. Su to'xtab qolsa, buningga poyezga chiqamasam bir kun yo'lmaydigan yoki yarim kun yo'lmaydigan bir namoz vaqtini o'qilgan bo'lsa, odatda shisha su ilib lazım. Tayyorlik bilan chiqish lazım. Su bo'lmagan taqdirda tayammum qildigan ziminning jinsi tepilmagan ahvolda bu faqidut tahurayn degan bir masala. Tuproq yoki su hech qaysini topolmagan kishi. Masalan, turmida bir aylanni bog'lab qo'ydi. Qo'lini ishlamaydi, yo tuproqni uranmaydi, suv ishlamaydi. Uningdan boshqa unda aynalik pak-pakiz unda yoki so'linib qoldi masalan. Hozirgi ba'zi binolar shunda poyez aeroplan bo'ldi, shunda suv yoki tuproq hech nima bo'lmasa, buning hukmi nima? Bu masalani faqidut tahurayn deb mushtayammumning oxirida yoki boshqa tasvir yozgan kitobda bayon qilish mumkin. Buni ba'zi olimlar shu holatda namoz o'qiyverdi degan. Ba'zilar namoz o'qimaydi, ba'zi shu holatda o'qib, keyin ondan shu topganda qayta o'qiydi degan. Ba'zilar o'qiydi, qaytilmaydi degan. Ba'zilar faqat o'qimaydi degan. Agar ishlar abtuzluq qilib masalan to'xtamay qolsa, endi yo'l qog'oz bo'lsa, yo'l qog'ozda shunday farzlarga yalanib sursin. Şusu tarif bo'lmaydi. Bu mashhul. Çünkü yuvish kerak tarif qilishda, iqtish lozim. Yani bunda ahvol to'liq duch keladigan kishi cho'qim bu safarda tayyorlik bilan chiqish lozim. Birer kishi suv ilib olmas. Xuddi masalan, qo'saqning g'amida shahar turli yemak-ichmakni tayyor chubni ilib olgandek, dinning g'amini yeb, suv ilib olishimiz lozim. Yoki ozroq bir uchun to'pilib olsin xaltiga. Mesela, şunu gruptan kılalardı. Buldu. Kardasa, jünsa. وَلَا يَجُوزُ لِلْجُمْعَةِ وَاِنْ خَافَ الْفَوْتَ Cuma namazı koldan kesip kaldığın, ülgürenmeydiğin bozumu, Cuma namazıga teyemmüm kılıcımaydı. Taharet ediş lazım. لِأَنَّهَا تَفُوتُ اِلَى خَلَفِ Yani bu taharet ediş lazım diyen, ülgürenmeyi kalamanda taharet elip gelsem cuma okulup buldukken de su bağ halatta teyemmüm kısmı olmayı demekçe. Eğer su yok halatta olsa yukarı kılarak cuma gibi başka erkanda namazı teyemmüm kısmı buldu. Nime için cumaga aldırıp kalan çağda teyemmüm kısmı olmaydı dedik. لِأَنَّهَا تَفُوتُ اِلَى خَلَفِ Çünkü cuma koldan ketken bilen onun ordunu basılgan peşin bağ. وَهُوَ الظُّهْرِ Peşin namazı okuş gerek. لأن الظهر فرض الوقت على ما نبينه. Çünkü cuma kıldan ketken kişininki okuş gerek olan farzi şu vaktinin özüde şu peşin namazıdır. Bunu biz kim bayan kılamayız? ولا يجوز للفرض إذا خاف فوت الوقت. Yani farz namazımı aldıraşçılık bulup kıldı dep, ülgürenmeye kalamaya cemaat okup bulduken dep teyemmüm kıysa bulmaydı. İza khafa fawtal vaqt degene namazdan vaqti chiqib qoladi deb ansirsa deydi. Li'annaha tafutu ila khalaf wa huwa al-qada. Chunki bu ahvolda o'rin bosadigan bir namoz ba holatda qo'ldan ketgan bo'ladi. U bo'lsa qazosini qilish. Balki ba'zi ahvolda qazosini digil bo'lmaydi. Chunki mesela uxlab qilib uyg'ongan kishi ya unutib qilib esi kelgan kishi men naman salatan aw nasiya falyusalliha idza zakara. O'g'ilgan chig'da o'qishi lozim. Bu chog'da kechkisimi shu chog'da o'qishi dal vaqtida o'qigan hukmida degandek. Qala
وينقض التيمم نواقض الوضوء. Tayammumni taharatni sundirdigan har qanday ish sundirutdi. Li'annahu khalafun anhu. Chunki bu taharatniki izbasari. Va ma yanqudul asla asli asas bo'lgan taharatni sundirutgan narsa avla an yanquda al khalaf. Izbasarni sundirutishga taxmi loyiq. Li'anna al asla aqwa. Chunki asli bo'lgan taharat kuchli. وينقضه القدرة على الماء واستعماله. Yana taharatni sundirgandan ortiqcha bir sundirgan ish su topoladigan imkon bo'lib qolsa, tayammumni sundirutdi. Liqavlihi sallallohu alayhi vasallam ma lam yajidil ma yoki ma lam tajidil ma degandek iboralar bilan kelgan hadis. Bo'g'achqa suvni shunda topgandikan, suvni ishlatadigan bo'lgandikan taharat sunib ketadi. والماء الموضوع في الحب وغيره بالفلات لا ينقضه. حب degan yoki hib bo'lishi mumkin. Bu menda ko'p ya idish ya ko'za degandek bir narsa. Cho'l bayavallarda musofirlar usullik qilmoqamizda xayr so'yarlar, unda ko'plarga, idishlarga, ko'zlarga suv qachlab qo'yib qo'yish mumkin. Fi sabilillah. Hozir masalan yo'llarda su turbalarni qo'yib qo'ygan, sabiylar shu. Ashunda qo'yib qo'ygan bo'lsa, ash suvlarni topolgan kishining tayammum bilan olgan tarti buzilib ketmaydi. Yana u mavdu'un lish-shurb. Chunki uni shunda ta'sir yutkab opirib joyga usullikda tizilib qolgan musofirlar issin deb qo'yib qo'ygan bo'g'achqa uni taratga ishlatilmaydi qatla. Shunga bunda suvni uchratgan kishimi tayammum bilan tartgan bo'lsa, tarti sunib ketmaydi demakchi. Ya'ni xuddi ishadigan suvi bor turib, suvni ichvatsa, keyin usullikda o'lib qoldigan, qizilib qoldigan bo'lsa, suvni ishlatmay tayammum qil deganga o'xshash. Shu yo'llarda musofirlarning usullik uchun qo'yib qo'ygan suvimi ishlatsa bo'lmaydigan suv bo'g'achqa tayammumi buzilib ketmaydi demakchi ekan. Mushagichi bo'lsin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من الراشدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: ولو صلى المسافر بالتيمم ونسي الماء في رحله لم يعد. سفر qilgan kishi suv bo'lganlikdan tayammum qilib namoz o'qibdi. ونسي الماء في رحله. Rahl degan o'zining turalg'usi, tushgan joyi. Shu yerda suvni unutib qolgan bo'lsa, lam yu'id. Turalg'usga berib suvni ishlatadigan bo'lgandan keyin u namozni qayta o'qimaydi. Ya'ni qayta tartilib, qayta o'qib yurmaydi deydi. Va qala Abu Yusuf rahimahulloh yu'idu. Qaytadan o'qiydi. Li'annahu tayammama qabla at-talabi ma'a ad-dalil. Dalil degan mishada yo'l boshlovchi. Chunki u yo'l boshlovchi bilan suv izlashdan ilgari urinib boqmasdan tayammum qilayotgan. Fa innar rahla la yakhlu 'anil ma'i 'adatan. Chunki safarda tushadigan shunda turalg'i joylar suvdan xoli bo'lmaydi odatda. Suv topiladi. Wa sara kama idza salla 'uryanan wa nasiya ath-thawba. Undan ekan bu kishining ahvoli xuddi kiyim-kechak baliqini unutib qilib, kiyimim yo'q deb o'ylab yalang'och namoz o'qigan kishiga o'xshash. Undan ekan kiyimni kiyib turib qayta namoz o'qiydi demakchi. Ma'noda kiyimni kiyib turib qayta namoz o'qiydi degandikan, ma ahvoldimi turalg'usga berib suvni ishlatib qaytadan tahoratilib namoz o'qiydi demakchi. Abu Yusufning qarashi. Ya'ni shu ahvolga qiyos qilibdi. Aw kaffara bis-sawmi wa nasiya al-mal. Yak pul baliqini unutib qilib, pulim yo'q deb o'ylab, iqtisodim yo'q deb o'ylab, ro'za tutish orqali kaffarat bergan kishiga o'xshaydi. Masalan, odam o'tirayotgan ahvolda
Allah Taala Qur'on Karimda fatahriru raqaba mu'mina dedi. Qul azat qilishga nurg'un iqtisod ketdi. Pul iqtisod bo'lmaganlar, qul azat qilinmaganlar faman lam yajid fasiyamu shahrayn mutatabi'in arqa ikki oy ro'z orqali kafarat ba'sun degan bo'lg'achqa odam manda iqtisod yo'q deb o'ylab ro'z tutish orqali kafarat berib o'tgan bo'lsa, keyin iqtisodi borligini uqqandan keyin birinchi qatim talab qilingan qul azat qilishni qilish kerakda. Bunda o'nikin ma ahvoldimi? Shuni turalg'usda uchratgandan keyin taratilib namoz o'qish kerakda demoqchi ekan. Valahuma İmam Abu Hanifa ve Muhammed ikkilerinin delili ennehu acizun an isti'malil ma. Unutup qalgan ahvolda suvni turalg'usda unutup qilib, suv yo'q menda deb o'ylagan chaqda bu suvni ishlatishdan ojiz kelgan bo'ldi. Chunki esidan bo'lmagan ekan, suv yo'q deb e'tiqod qilgan ekan, bu suvni ishlatilmaydi. Li'annahu la qudra alayhi ma'an nisyan. Unutup qalgan ekan, ishlatish imkoniyati bo'lmaydi. Ve aczuhu bi emrin semaviyyin ve huve nisyan. Bunun suvni ishlatilmay qilishi o'zining ilkidagi ish emas. Emrin semaviy degan Alloh taolo shuni o'rnatgan, unutish sababdan bo'lgan. Qala sallallohu alayhi vasallam lillazi aftara nasiyan esida yo'q. Ro'za tutgan holati bir narsa yeb sağgan kishi haqida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedi: "Innama at'amaka robbuka va saqat." Seni Parvardigoring g'izolantirdi va ishkuzdi degan. Ya'ni bunda hozir gunoh degan bir narsa yo'q, ham ro'zimi buzilmaydi deganda. Bi xilafil mahbus. Ammo bir yoy so'lab qo'ygan kishi suvni ishlatilmay qolgan ahvolda hukm o'xshamaydi. Ya'ni mahbus ahvolida siz qayta namoz o'qiydi deysizg'o, nima uchun bu ahvolda unda qaramaysiz deb qolsangiz, biz mahbusning ahvolini boshqacha deb qaraymiz. Li'annal azza min jihatil ibad. Chunki bu yerda turmush so'langan kishiningki suvni ishlatilmasligi bandalarning to'salg'ulik qilishi bilan bo'lgan. Fala yu'athiru fi isqati haqqi shar'. Undan bandalarning to'salg'ulik qilishi shariatning haqqini tushirishda ta'sir ko'rsatmaydi. Alloh taolo o'zi qildimagan bo'lsa, unutuldirish orqali masalan bu chaqda undan shariatning haqqini tushirish mumkin. Fala yajuzu lahu tayammum. Undan insonlar bir-birini turmuga solab suv ishlatilmaydigan ahvol tushirib qo'ysa, turmuga solab qolgan suv ishlanmay tayammum qildi. Tayammum qilgandan keyin qo'yib bergan vaqtida bu suvni ishlatib, taritilib, undan namoz o'qiydi demakchi. Uzun mezgildan keyin chiqsa bo'ldi. Hozir shu namoz vaqtida suv ishlatiladigan bo'lsa demakchi. Va amma mas'alatu thawbi famamnu'a. Endi Imom Abu Yusuf kiyimini unutib qolgan kishi yalang'och namoz o'qigan ahvolda keyin kiyimini kiyib turib qayta o'qiydi-ku deb qiyos qilgan bo'lg'achqa, biz uning qarta raddiya berib, kiyim masalasiga qiyos qilsak to'g'ri bo'lmaydi. Ala sahih. Yani bir mezhepteki doğru qarashga asasen bu caiz bo'lmaydi. Wa ila insullimat ma'qul deb turgan taqdirdimi? Fal farqu anna al-wudu'a fata ila khalaf. Bu yerda qiyas farq nima esa, tard olinmay qolsa, buni o'rnini turadigan tayammum bor deydi. Wa satrul awrati fata la ila khalaf. Hamda avratni yo'gash masalasida avratni yo'gmagan ahvolda ma'ni qilsang bo'ldi deydigan, uning ruxsat qilingan ikkinchi bir ish yo'q deydi. Lekin taratda tartalanmay qolsang suvda tayammum qilsa degan bir izbosar borda. Undan bu farqli qiyos bo'ldi deydi. Wa amma mas'alatul kaffarati fal farqu anna sharta jawaz as-sawmi adamu kawn al-mal fi mulki. Bu yerda ro'za tutsa kaffarat ado bo'lmaydigan, to'g'ri bo'lmaydiganligining sharti aslida sababi o'zining mulkida iqtisod bor bo'lganlikdir dedi. Bir odam o'tiribdi, kaffarat berish kerak. Oldidan qul azat qilishni bekitdi Alloh taolo. Yani qul azat qilmay ro'za
kapparat bas buludu deydigan sebepli mittese qulda qisat bo'lmaslikka. Qisat bo'lmasa qul azab qilmay ro'ztusi bo'libdi. Valam yujad degani shu ro'zg'i yutkilishga ruxsat qilingan sabab yo'q dedi. Ya'ni qulda qisat bor chiqdi buni. Qulda qisat yo'qligi bo'lmay qoldi. Qulda qisat bo'lib qoldi. Wa shartu jawaz at-tayammum al-ajz an isti'mal al-ma'i wa qad wujida. Tayammumning to'g'ri bo'lishining sharti su ishlatilmaslikda yoki su ishlatilmaslik ahvoli ko'rildi. Undan keyin qayta tartibli tayammum qilmaydi. Var-rahlu la yakhlu 'adatan an ma'i ash-shurb. Karvallar tushadigan turalg'i joylar odatda ishadigan suvlardan xoli bo'lmaydi. Amma ma'ul wudu'i, amma tartilgan suv fal g'alib al-adamu fihi. Tartilgan suv bo'lmasligi mumkin, lekin ishadigan suv tepiladi. Walau dhanna anna ma'ahu qad faniya wa lam yafna. Hamda biraylan mendagi suv tugab ketganda deb o'ylab qilib, amaliyotda tugab ketmagan bo'lsa, lam yajuz tayammumu. Uning tayammumi hisob bo'lmaydi. O tayammum bilan namoz o'qisa bo'lmaydi demashki. Li'anna al-yaqina la yazul bil-dhann. Chunki bu ahvolda jazman keskin bilgan ahvol gumon bilan yo'qlab ketmaydi. Ya'ni hozir suvning borligi keskinti, lekin tugab ketmaganligini gumon qildi. Undan keyin bu gumon bilan suv keskin yo'q demaydi dedi. Wa yatlubul ma'a min rafiqihi. Safarda o'zida suv bo'lmasa, ham safar hamrohidan suv talab qildi, suv berib turslar deb. Lihtimal an yu'tiyahu, chunki suv so'rab qolsa berib qolishi mumkin. Fa in mana'ahu tayammam, suv bermay tursa tayammum qilaverdi. O'zida suv bo'lmagan ekan, hamrohi suv bermagan ekan, tayammum qiladi. Li'anna bil man'i sara 'adiman lil ma', chunki bermay turilishi bilan su topolmagan kishi bo'lib qoldi bu. Va in tayammama qabla at-talab jaza 'inda Abi Hanifa rahimahullah. Endi su o'zida yo'q ekan. Yo'q bo'lsa-mu atrofni yo boshqa kishilardan so'rab, su izlab yurmaylam tayammum qilayotgan bo'lsa, imomning nazarida to'g'ri bo'lardi. Li'annahu ajiz. Chunki o'zida su yo'q. O'zida bo'lmagan suv ishlatilmaydi. Wala yajib alayhi talab. O'zini xar qilib boshqalardan suv so'rashi, suv tilishi unga vojib bo'lmaydi debdi. Bu imomning qarashi. Va endi Abu Yusuf la yajuzu li'anna al-ma'a mabdhulun 'adatan. Abu Yusuf bu ahvolda suvni izlab boqmay, so'rab boqmay tayammum qilib qolsa bo'lmaydi. Chunki kishilar odatda suv so'rasa beradi. Mabdhul degan boshqalarga beriladigan narsa. Fasara kal mavjud. Undan keyin o'zida bo'lmasa-mu, ham safar kishilarda bo'lsa, o'zida bo'lgandeklan o'xshash. Va ala qiyasi qavli Muhammad, Imom Muhammadning nazarida qiyas qavli Muhammad degan Imom Muhammadning bu masalada aniq bir so'z yo'q. Lekin mushunga o'xshagan boshqa masalalarda Imom Muhammad mandaroq gap qilgan bo'lg'achqa, biz ma masalada Imom Muhammad mushundaroq deyish kerak deb shuni qiyos qilib bakkan qarash. İmam Muhammed'ning boshqa so'zlarga qarab turib, mushu masalada Imom Muhammad mushunda qaraydi demoqchi bo'lsak, nima deydi Imom Muhammad? In g'alaba ala dhannihi annahu yu'tihi la yajuz va illa yajuz. Atrofdagi hamsafar kishilardan suv so'rab qolsa beradi deb o'ylasa, so'ramay turiblam tayammum qilg'asi bo'lmaydi. Bermaydi bular. Ya unda ilgari palani so'g'an bermagan, men so'rsammi bermaydi yoki o'zi qattiq ehtiyojli so'g'an. Suv so'rab ketdi deb o'ylab qolsa, so'ramaylam tayammum qilg'asi bo'ldi. Va ishtari al-ma'a bi thaman al-mithli idha kana qadiran alayh. Suvni sotib oladigan bo'lsa, uni bakaga bermadi. Bermagan ekan, suvni sotib olay deb ammoqchi bo'libdi. Qanchalik qimmat sassa asi bo'ladi, bu musammusim bo'ldi demoqchi.
Albatta bundan cheki bo'lish kerak. 10 ko'yliq suvni 500 ko'y deb turib olsa, kelish ig'i keladi. Lekin 1 ko'yliq suvni 2 ko'y, 3 ko'y desa, balki everkenmesi mumkin. Suvni setib oladigan imkoniyati bor ekan. Bunda ahvolda agar bozor narxi besamanil misl degan bozorda sotiladigan bahoda sotgan bo'lsa, tayammum qilmay suvni setib olib tartilish lozim. Li'annal qudrata alal badali qudratun alal mubdal. Chunki pulga imkoniyati bo'lganlik shu suvga imkoniyati bo'lganlikdir dedi. Hozir badal mishada pul, suvning puli. Mubdal shu suv. ولا يجب عليه أن يشتريه بأكثر. Lekin bozorni sotmay, 2 hassa, 3 hassa bahoda sotilgan bo'lsa, setib olmay tayammum qilsin bo'ldi. Wal kathir, endi qanda bahoda setilsa, bozorni qimmat sotgan bo'ladi. Bakla qimmat demakchi. Wal kathirni bozorni bakla qimmat setib qolsa, tayammum qiliyas bo'ldi. Suvni setib olmay. Qanday holda bakla qimmat bo'lsa, ma fihi g'abnun fahish. G'abn degan ziyon yoki aldinish, sodada ketkizib qo'yash deymiz. Ya'ni g'abnun fahish cho'ng bir ziyon. Cho'ng bir ziyonga uchrab ketadigan, sodada baklam ketkizib qo'yadigan darajadagi bir baho bo'lib qolsa, bu bir ko'p bo'ldi. Buning o'lchami nimasi? Va da'fu thamanil misli fi zalikal makan. Shu joyda suvning bahosi nech pul bo'lsa, 2 hassa bo'lib ketsa, bu cho'ng ziyon hisobida. Bu joyda setib olmasa bo'ldi. 2 hassa yetmagan taqdirda setib olsa bo'ldi demoqchi ekan. Ya'ni 1 ko'yliq suvni 1,5 ko'y, 1 ko'y 7 mo, 1 ko'y 8 mo setib olib tartildi ekan. 2 ko'y sotgan bo'lsa, setib olmasin bo'ldi debdi. Li'annahu dararun bihi. Chunki buni ziyon tortilgan gap. Bu shu joyning bahasining gapi. Lekin shu joyda 2 ko'y ekan, lekin shaharda 1 ko'y bo'lsa, bu munosabatsiz. Biz shu joyning bahasining 2 hassiga yetsa dedik. Shu joyning bahasining 2 hassiga yetmagan taqdirda setib olsa bo'ladi. وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله إذا قدر أن يشتري ما يساوي درهما بدرهم. İmam Abu Hanife'den yeni bir rivayet geldi. Bunu şagirdi Hasan ibn Ziyad rivayet kıldı. Bu qarashda İmam debdi: إذا قدر أن يشتري ما يساوي درهما بدرهم ونصف لا يتيمم. Bir tengiga setildigan suvni 1,5 tengiga oladigan bo'lsa, tayammum qilmay tarat oladi. Ma'nodan texnik gibi ketibdi. Va qila yu'tabaru al-ghabn al-fahish. Ba'zilar debdi, cho'ng ziyon tortilgan ahvol bo'lsa, shuni hisob qilinmas. Ham cho'ng ziyon degan nima bo'lsa, u ma la yadkhulu bayna taqwimil muqawwimin. Muqawwim degan baholaydiganlar. Baholaydiganlar shu joyda masalan suv manchpulga setiladi deb ikki şeyden shunda baholagan bo'lsa, masalan bir aydan 1,5 ko'y setildi debdi. Bir aydan 1 ko'y 7 mo setildi. Bir aydan 1 ko'y 8 mo setildi mishada desa, shu 3 xil qarash 2 ko'ydan to'g'ri bo'lib ketdi. 2 ko'yga yetib qolsa, bu baholagan isqasininki bahasi o'dil kelmagan bo'ldi. Undan hech kim shu bahoni deb baqmagan, baholaganlarning bahasi to'g'ri kelmaydigan baha al-ghabnul fahish bo'ldi. Bu cho'ng ziyon. Bu suvni setib olgan kishi shu yerda setib olgan bo'lsa, masalan 2 ko'y setib olgan bo'lsa, shunda joyda bu cho'ng ziyon tortib setib olgan bo'ladi demakchi. قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يجمع بين الوضوء والتيمم. Odatdagi ahvolda birsi al-asl birsi al-xalaq bo'lgan ekan, ham tartildigan ham tayammum qilishni qilmaydi. فمن كان به جراحة يدرها الماء. Bir kishida
su ishlatadigan qilgan yeri bo'lib qolsa, va vajaba alayhi al-ghusl. Ghusl vojib bo'lgan bo'lsa, ghasala badanahu illa mawdi'aha va la yatayammam. Su ziyan qilgan yerining o'rnilam jumay, butun badanini yuvib ghusl qildi. Lekin bu avvalda yeri batdi. Su ziyan qildi deb tayammum qilayotmaydi. Masalan, bir kishining badanida yara bor ekan. Masalan, belikida yara bor ekan deydi. Bu kishi yuvib su ishlatsam, yaraga ta'sir qildi, ziyon qildi deb qolsa, bu ahvolda yara bor joyini yuvmay, boshqa butun badanni yuvib g'usl qilgan. Ammo yo'q, yara bor deb su ishlatmaydan tayammum qilsa bo'lmaydi. وكذلك إن كانت الجراحة في شيء من أعضاء الوضوء غسل الباقي إلا موضعها. Tart algan kishi, masalan, junub emasken, g'usl vojib bo'lmabdi, lekin tart algan kishi odatda taratni yuydigan a'zoda, qo'l, yuzi masalan, bir yerda bir yeri bo'lgan bo'lsa, shu joyini yumay boshqa yuydigan joyini yuyish kerak. Ammo qo'limda yaryapti, yuzimda yaryapti deb tayammum qilib olsa bo'lmaydi. Va in kana al-jirahu aw al-judari fi akthar jasadihi, yara yoki judari degan bu teri kesildigan bir turi. Tamiratgidek bir narsa. Chechakni deb qo'ydi odatda. Lekin ma'lum teri kesildiki, shunda suv ishlatilmaydi. Shunda teri kesili yoki yara jismining ko'p qismida bo'lsa, fa innahu yatayammam. Bu chog'danda tayammum qiladi. Va la yaghsilu baqiyata jasadihi. Jismining oz qismini yuvib o'tamaydi. لأن الجمع بينهما جمع بين البدل والمبدل. Nima uchun degan chog'da tayammum qilgan joylarga tayammum qilib, uni yuviladigan joyini yuvsa, bu ham asli qilish kerak bo'lgan ishni, ham uning izbasarini tanqigan bo'lib qoldi. Wala nadhira lahu fi shar'. Shariatda buning o'xshab qolgan, ham o'zini ham uning izbasarini ikkin tanqigan bir ahvol yo'q. Bi xilaf al-jam' bayna at-tayammum wa su'r al-himar. Boshqa suv yo'q. Eshak bilan qachirib ashirib qo'ygan suv bo'lgan ahvolda biz ham tayammum qildi, ham taharat oldi degan. Ikkisining qaysi birisini burun qismayli degan. Lekin bu yerda ahvol bunga o'xshamaydi dedi. لأن الفرض يتأدى بأحدهما لا بهما. Chunki bu yerda farz ikkisining birisini qilsam ado bo'lib ketadi. فجمعنا بينهما لمكان الشك. Biz ayada shaq qilganlik uchun, yani taharat ilishqa bo'lamdi, usul bo'lmamdi deb shaq qilganlik uchun biz ikkisini tanqildik. Lekin shaq qilmagan ahvolda har ikkini tanqilgan ish yo'q. وإن كان النصف جريحا والنصف صحيحا. Yerimi yara, yerimi saq bo'lsa badindan la rivoyat fi. İmamlarımızdan biri qarash rivoyat qilinmadi. Vaqtalafa fihi al-mashayikh. Keyingi ulamalarimiz bu masalada har xil qarash bo'ldi. Faminhum man awjaba at-tayammuma. Ba'zilari tayammum qilishi lozim dedi. Li'annahu taharatun kamilatun. Chunki tayammum degan butun badanni yuvgandaklan bo'lgan bir mukammal taharat bo'lg'achqa. Va minhum man awjaba ghasl as-sahih wa mash al-jarih idza lam yadurruhu al-mash. Yani ba'zilar masih qilsa, yarasqa ziyon qilmaydigan bo'lib qolsa, yari bo'lgan joyini masih qiladi, qo'lni namlab turib masih qilib, saq joylarni yuvish kerak debdi. Nima uchun? Li'annaha taharatun haqiqiyatun va hukmiyatun. Chunki bu yerda bir qismi haqiqiy taharat, bir qismi hukmiy taharat. Li'annaha taharatun haqiqiyya, bu hozir shu yuvishni ko'rsatadi. Va hukmiyya degan masihni ko'rsatadi. Undan keyin ikkili xil taharatni qilgan bo'ldi. Shunda qilishi muvofiqroq. Wal awwalu ahsan. Lekin birinchi qarash texmi yaxshi. Demak, fakana avla degan ikkinchi qarash fikrining o'zining dalili. Bunda qilsa yaxshi degan. Hamda wal awwal ahsan degan muallifningki ikki qarashning birini tanlashi. Birinchi qarash shu yaxshi deydi. قال المصنف رحمه الله تعالى باب المسح على الخفين.
ishga o'shni o'rgab turadigan o'tak, masa, ashuna qo'njilik oyoqlarga masa qilish bobi. Al-aslu fi jawazihi as-sunnah. Qo'njilik oyoqlarga masa qilishning joizligining dalili sunnatdir deydi. Hadis bilan isbotlangan emas. Yani yuqorqi tayammum o'zir tepilgan ahvolda berilgan ruxsat desak, bu qo'njilik oyoqlarga masa qilish o'zir tepilmasimi berilgan ruxsat. Qo'njilik oyoq kiygan kishi uni silib, ya'ni kiyib, yoki putini yuvib, qilish qiyin bo'lg'achqa qizinib qolmasin deb ruxsat qilgan. Yani bu yerda buning dalili sunnat debdi. Buning dalili milliyatda as-sunna val ijma'. Sunnat mı dalil? Ahli sunna val jamoaningki ijma' mı dalil? Yana ba'zi olimlar shu taharat ilishga buyurgan oyatni Suratul Maida 6-oyatni dalil qilgan. Va arjulakum ilal ka'bayn degan shu oyatning bir qismini va arjulikum ilal ka'bayn deb zir o'qib, zir o'qigan qiraatim bor, zir o'qigan qiraatim bor. Undan ekan va arjulakum deganni qo'njilik oyoq kiygan ahvolda putonlar shunda ochiq holatda putonni yuyishlar degan gapirib va arjulikum degan zir qiraatini qo'njilik oyoq kiygan ahvolda putonga, ya'ni o'takka yoki shu oyoqning ustiga mashq qilishlar deb tushungan tariqada dalil ko'rsatib boqqan. Va musahu bi ru'usikum va arjulikum Beşanlarga mashq qilinglar, putonlarga mashq qilinglar degan ma'noda. Qachon desa, putonda qo'njilik oyoq bo'lgan ahvolda. Juyishcho desa, qo'njilik oyoq kiygan ahvolda juyishlar va arjulakum deb ikki xil qiraatni ikki xil tushungan. Bu ham oyatdan dalil bor degan taqdirda shunda. Oyatdan dalil toza aniq emassak, sunnatdan dalil bor, ijma'dan dalil bor. Buningga sahabe kiramlar hem ag'zoki so'zlari bilan hem amaliy ishlari bilan ijmo qilgan, ijmoni naql qilgan. Ijmo ba'zi ulamolardan Imom Navoiy, Imom Ibn Abdul Bar, Ibn Qudama, Shayxul Islam Ibn Taymiya qatorliq ulamolar bor. Undan keyin dalil mishada as-sunnah val ijmo' deymiz. Va ya and sunnat qasasa hadis ما روى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المسافر 3 أيام بلياليها سفر قيغان كشي 3 sotka مسح قلدو والمقيم يوما وليلة مقيم كشي 1 sotka مسح قلدو ديان مشهدس وسيد مسلم نكدس. وقال الحسن البصري تابعي لادن حسن البصري حدثني 70 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوه يمسح على الخفين. رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابة kiramlardan 70 kishi menga so'zlab berdiki, ular Rasululloh sallallohu alayhi vasallamningki o'takka deyli, yoki qo'njilik kashiga masx qilganligini ko'rgan. Rasulullohning qo'njilik kashiga masx qilganligini ko'rib ekan demoqchi. وقال أبو حنيفة رحمه الله من أنكر المسح على الخفين يخاف عليه الكفر. qo'njilik oyoqqa yoki ikki o'takka masx qilish joiz emas deb inkor qilgan bo'lib qolsa, kofir bo'lib ketish xavfi bor degan. Nima uchun esa fa innahu warada fihi min al-akhbari ma yushbihu at-tawatur. Xuffaynga masx qilish haqida kelgan hadislar, rivoyatlar bek ko'p bo'lib ketgachga, beklam ishonchli bo'lg'achqa, mushunda aniq bir masalani inkor qilib turib olgan, sahoba kiramlarning qilgan ishlarini inkor qilib turib olgan kishiga kufrdan ansiraymiz demoqchi. وقال أبو يوسف رحمه الله يجوز نسخ القرآن بمثله. Hamda Hanafi mazhabda qat'iy deb qaralgan, qat'iy degan keskin, aniq isbotlangan oyatlar keskin isbotlangan. Hadislar bo'lsa ehtimollik isbotlangan. Bunda bo'lg'achqa bu hadislar orqali oyatlarni amaldan qoldirishga yoki bir qismini xoslashtirishga bo'lmaydi.
bir qismini amaldan qoldirishga bo'lmaydi. Ya hammani, ya bir qismini amaldan qoldirish bo'lmaydi deb qaraydi Hanafiy mazhabda. Lekin masalik kelganda buningda rivoyat qilingan hadislarning ko'pligi tavatur darajasiga yetadiganligiga qarab, mushunda darajada bo'lsa, ash oyatningki bizga kelishi qanday cheksiz isbotlangan bo'lsa, mushuning bizga kelishi shunda cheksiz isbotlangan bo'lg'achqa tang darajada deb qarab, ma'ni amaldan qoldira oladi deb qaragan. Agar mushunda darajada bo'lib qolsa, uni amaldan qoldira oladi. Ya'ni Abu Sufyon degani bu yerda mash al-khuffayn haqida kelgan hadislar bekla kuchlik, bekla mutawatir demakchi. قال أبو حنيفة رحمه الله لولا أن المسح لا يختلف فيه لما مسحنا. Öteki mesih kılış meselesi hiç kadar ihtilaf bulmaçka, icma bulmaçka biz bunu tanladık. Emniyetten de Hazreti İbn Abbas radıyallahu anh'dan şunda bir qarash rivayet kılınan bolsunmu? Öteki mesih kılış yok, yüzüş lazım degandek. Lekin tazi sahih emas. Sahabe kiramlardan kelgani sahih bo'lgani shu qo'njilik oyoqlarga masih qilsa bo'ladi degan qarash. Shunga Imom Ahmad mo xuffaynga masih qilsa bo'ladi degan qarashni 37 sahabadan Musnad degan kitobida sahih sanad bilan rivoyat qilgan. Ba'zilar 70-80 sahabadan rivoyat qilgan. Yuqorida Hasan Basri 70 sahabadan rivoyat qildim dedi masalan. Undan keyin bu bakla aniq masala. Yani müşahede kafir olup ketişinden ensireyimiz dedi. Yani bu gerçi furuat kelgen mesele olsun mu? Hazır akidegi verip takıdı. Akidegi verip takıp kafir olup ketip kaldım için inkar kılıp kalsa dedi. Yani bu şu meselede Ehl-i Sünne vel Cema'a mesikisi buludu dep qaragan Rafiza ve Havaricler, yani Şialar ve Havaricler mesikisi bulmaydı dep qaragan. Yani ötekki qo'njilik oyoqqa masih qilish yo'q. Putqa masih qilsa va arjulikum ilal ka'bayn deb. Shu qiraat bo'yicha putqa masih qilsa, lekin ötekki masih qilish yo'q deb ötekki masih qilishni inkor qilgan. Undan keyin ulamolar mutawatir bo'lgan bir masalani inkor qilib turgan kishini mubtada deb qarab, mushu masalani furuat masalasi o'zimi e'tiqod kitoblariga kirgizib o'tgan. Nima uchun desa, bu masala hozir Ahli Sunna vel Cemaa'ningki bir belgisi, alamati bo'lib qoldi. Yani ashunda o'tak masih qilsa bo'ldi deb qarasa, Ahli Sunna shunda qaraydigan bo'lg'achqa, bu bir xil Ahli Sunnaga belgi bo'lib qolgan. Shulab buni aqida kitoblarida tilga olgan. Masala qanday masala? Amaliy ahkomlar chetishlik masala, yani tarmoq masala. Aqida masalasi esa ya unda ya bunda e'tiqod qilib qolsa kafir bo'lib ketadigan masala. Lekin furuat masalalari bu yengil. Tahavimu aqidat tahavi degan kitobga kirgizib, va nara javazal mashi alal khuffayn degan. Yani biz o'takka qo'njilik kashga masih qilishni joiz deb qaraymiz degan. Gerçi bu aqida masalasi bo'lmasa-mu. Nima uchun esa Ahli Sunna vel Cemaa'ningki bir belgisi bo'lib qolganlikdan. Qala va yajuzu liman wajaba alayhi al-wudu'u lal ghusl. Öteki masih qilish mush ruxsatni g'usl vojib bo'lgan kishi qilolmaydi. Masalan, g'usl vojib bo'lgan bo'lsa, puti o'taki holatda boshqa jismini yuvib, putini yuvmadan masih qilish bo'lmaydi. Faqat tahorat olgan kishi bo'lib qolsa, namozga olgandek tahorat, shu kishi foydalana oladi bundan. Li hadisi Safwan radhiyallohu anhu qala amarana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam idza kunna safran ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليها لا عن جنابة لكن عن بول أو غائط أو نوم. رسول الله صلى الله عليه وسلم biz safar ustida bo'lib qolgan ahvolda o'taklarimizni 3 kunduz, yani 3 sotka sanmay turishga buyurgan. La an janaba, lekin junub bo'lib qolgan ahvolda cho'qim silib yunishimiz lozim. Qanday ahvollarda sanmasak bo'ldi desa, cho'ng kichik tahoratdan yoki uyqudan sanmasak bo'ldi. Lekin junub bo'lib qolgan ahvolda cho'qim silib yunishimiz lozim. Va yushtaratu lubsuhuma ala taharatin kamila. Yani mushu o'takka masih qilishning to'g'ri bo'lishi uchun shu o'takni to'liq tahoratlik holatda kiygan bo'lishi lozim. Savaun akamulat qabla al-lubsi aw ba'dahu.
tariti o'takni kiyishdan burun to'liq bo'lib bo'lgan bo'lsin yoki tehi yerimlashgan bo'lsin, keyin shu o'takni kiyib bo'lgan ahvolda tariti bir qatim to'liq bo'lgan bo'lishi lozim. Yoki bir diqqat qilinglar. Hozir taritini to'liqlab bo'lib undan keyin kiysin degan shart qilmadi. Yerim yo'lda kelgan bo'lsin, masalan, putni yutib bo'lib, oyog'ini yutib, undan keyin yuz qo'lni yuvgan bo'lsa-mu, yuz qo'lni yuvib bo'lgandan keyin uning tar to'liqlandi. Tar to'liqlangan chaqda oyog'ini kiygilik. Undavani keyin hisoblaymiz. Hatta law ghasala rijlayhi thumma labisa khuffayhi. Mana putni yutib, undan keyin o'takni kiyib, thumma akmalat tahara. Andin yuz qo'lni yuvib, tartini to'liqlagan bo'lsa, jazal mas. Keyin uning tartini kessa, qayta tartgan chaqda o'takka masqisi bo'ladi demakchi. Yani ama putni yuvib, andan keyin qo'lni, yuzni keyin kiyiladi. Yadam da asli İmam Şafii rahmetullahi alayhi tartishda tartib farz degan. Hanifi mazhabda tartibni shart ya farz demagan. Tartibni mustahab ya sunnat deb taraddud qildi. Davomdan keyin tartibga rioya qilmasa-mu bo'lardi. Masalan, safarda yuz qo'lni yuvib, undan keyin putni tartilaman desa, ya to'ngib ketilgan, ya bir qiyinchilik qilib qolgan ahvol bo'lsa, boshda putni yuvib, oyog'ini kiyib, undan keyin o'rtirib ya shunda bir shu ishlatgan ahvolda andin yuz qo'lni yuvishga udil kelishi mumkin. Bunda ahvolda ilgir kiyim bo'lib qolganlik bo'lsa, Hanifi mazhabda mayl deydi. İmam Şafii mayl demaydi. Undan keyin fakamalut taharati shartun indal hadath. Taras sungan chaqda, hadath degan taras sunish. Taras sungan chaqda ilgirki ahvol qaraymiz. Taras sunishdan ilgiri to'liq tartib bo'lganmi, tartib bo'lmaganmi? To'liq tartib bo'lgan bo'lsa, to'liq tartib bo'lgan holatda kelgan bo'lsa hisob. Ammo masalan, putni yuvib oyoqni kiydi. Kiyib, yuz qo'lni yuvishdan ilgari tartibni sundirayotgan bo'lsa, bekay. To'liq tartib usti kelmagan bo'ldi. Farq shu. Undan keyin to'liq tartib bo'lgan ahvolda kelgan o'tak bo'lsa, andin tartibni kessa, indal hadath. Tartibni kessa, andin qayta tartibmoqchi bo'lsa, ikkinchi qatim tartibgan chaqda shu o'takka masxisi bo'ldi. لأن الخف يمنع سراية الحدث إلى الرجل. Nima uchun desa, ash o'tak taharissizlikning putqa o'tib ketishini to'sidi. Siraya degan o'tib ketish. Va la yarfa'uhu. Ya'ni taharissizlikni ko'tarib o'tmaydi. To'sab qoladi, lekin taharissizlikni yo'qotib o'tmaydi. Fa yadhharu hukmuhu 'inda al-hadath. Bundan keyin buning roli nada jari bo'ladi? Hukmuhu degan, ya'ni buning to'sash roli qachonda namoyon bo'ladi? Indal hadath. Tarsum ketgan chaqda, tarsumda badandan shunda kelib put kelgan chaqda o'tak bo'lganlikdan o'tak putning tarini tutib qoldi demoqchi. Ya'ni tarsizlik hozir put o'tib ketmay qoldi, o'tak bo'lganlikda. Fa yatabaru ash-shart indahu. Undan keyin tarsizlik kelgan vaqtida to'liq tarat elib kelgan bo'lish kerak degan shart shu chaqda hisob bo'ladi deydi. Navoiyga İmam Şafii rahmetullahi alayhi o'takni kelgan chaqda to'liq tartib bo'lgan bo'lish kerak desa, Hanifi mazhabda taratni yerim olgan ahvolda kelsa, keyin tartibni sundimay turib tartibni to'liqlasa, to'liqlagan chaqda shu oyoqni kelgan holati bo'lgandan keyin hisob bo'ldi dedi. İmam Şafii shunda deb qarashda tartibni shart deb qaraydi. İmam Şafiining nazarida chiqibni yuvib bo'lib, undan keyin o'takni kiyib, undan keyin yuz qo'lni yuvsa, yuz qo'lni yuvmay turib, putni yuvganligi bo'lgita. Putni yuvgan bilan baravar. Undan keyin o'takni kiyib bo'lib, yuz qo'lni yuvdi, putni yuvmay ham chalib qo'ygan bilan baravar. Qala va yamsahul muqimu yawman wa layla. Muqim turayotgan kishi, safar qilmay, o'z diyorida muqim turayotgan kishi bir sotka masx qiladi. Wal musafiru 3 ayyamin wa layaliha lil hadith. Yuqorida bayon qilgan Safvanning hadisiga asosan. Avvaluha, unda shu bir sotkani yoki 3 sotkani biz qachondan tartib hisoblaymiz? Aqibal hadathi ba'da al-lubsi. O'takni kiyib bo'lib,
tarat bilan kiydik o'takni. Masalan, bomdat bilan kiygan bo'lsak, peshimni o'qiyotdik, asrga kelgan chaqda tarat sungan bo'lsa, shu chaqdan tatib hisoblanadi. Masalan, soat 5 da tarat alsak, soat 12 da tarat sungan bo'lsa, 12 dan tatib hisoblaymiz bir sutkini. 5 dan tatib emas. Tarat sungan chaqdan tatib hisob. Li'anna ma qabla zalika fahiya taharatul ghusl lil masx. Chunki unda ilgari tutni jugan, asli olgan taharat bor unda. Masx qilish taharati taha boshlanmagan. Li'anna al-khuffa ju'ila mani'an min sirayatil hadath. Chunki o'tak degan taharatsizlikning tutqi o'tib ketishini to'sadigan bir narsa qilindi. Wa zalika 'inda al-hadathi la qablahu. Shu to'sash rolini qachon o'ynaydi desa, taharat sungan chaqda o'ynaydi, unda ilgari emas. Qala wal mashu ala zahirihima. Unda shu o'takka masx qilgan vaqtimizda biz o'takninki dumbisiga masx qilamiz, ust tarafiga. Boshqa tarafiga emas. Hatta law masaha batinahu aw aqibahu aw saqahu la yajuz. Ashunda shart qilg'achqa o'takninki ich tarafiga, hali bu batin degan shu chamiga yoki oq tarafiga so'njaq bo'tirib, masalan, ma'muzuzla aptamda nima, shuni turgan joy. Oyog'ninki oq tarafiga, keyin tarafiga masx qilsa yoki o'shqining usti tizgiga qadar orliqqa, pachqiga masx qilsa to'g'ri bo'lmaydi. Nima uchun? Chunki bu yerdan mush masx qilishdan maqsad hozir tozalash emas. Tozalash maqsad qilinmagan. Hozir maqsad taharatsizlikni yo'qotish. Taharatsizlikni yo'qotish qanday bo'ldi? Mushu ahvolda desa, o'takning ustiga masx qilish bilan bo'ldi. Nima uchun taharatning bor yo'qligi, taharatsizlikni yo'qotishning usulini ko'rsatgan shariat. Shariat hozir taharatsizlikni yo'qotish uchun mushu usulni belgilab berdi. Shuni boshqacha qilsak to'g'ri bo'lmaydi. Ustoz, agar bir odam masalan bomdat bilan taharat edib, ma'sin kiyib olgandan keyin pishini o'qidi. Asr vaqtga kelganda ma'lum soat bilan ma'sin sevatdi. Keyin yana u ma'sini kiyib oldi. Endi shu ariq kelganda taharat sunib ketgan bo'lsa, putini yuyandir yoki masx qilinadi. Taharat bachaqda sevatib, ya'ni taharat bachaqda sundurmagan ahvolda kiyib olsa, masx qila oladi. Sevatgan chaqda taharat sunsa, keyin taharat sunib olgandan keyin kiyib olsa, u taharat faqat bo'lmagandan keyin masx qilinmaydi. Hamda ostiga masx qilmaydi dedi. Lekin ostiga masx qilmaydi, chunki bu yerda taharatsizlik qanday yo'qolibdi, ustiga masx qilish bilan yo'qolibdi. Shariat shunda belgilab bergan. Hamda oyoqning chamida najosat bo'lib qolgan ahvolda buni masx qilish emas, yuvish lozim. Yoki surtib bir yerga, ziminga bir yerga surtib bu najosatni tozalatish lozim. Masx qilish bilan ish olmaydi. Demak, bu hozir nimadan iborat? Ibodat. Shariatda Alloh taolo sen tartag'an chog'da o'ta kelgan ahvolda shundan masx qilib tartasan bo'ladi deb ko'rsatgandan keyin shu bo'yicha qilamiz. Boshqacha qilish bo'lmaydi. Liqoli Ali radhiyallohu anhu لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح. Din o'zimizning kallamiz bo'yicha bekitilgan bo'lsa, masx qilishga cham bakrak munosib dedi. Chunki meni to'ldigan ya shu. Lakinni ra'aytu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yamsahu zahirahuma. Lekin men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning o'takning dumbisiga masx qilganligini ko'rdim. Undan keyin men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga agishima. Dinni Rasululloh ko'rsatib bergan shaklda qilaman demoqchi. Ya'ni ittiba masalasi, agish masalasi. Hozir diqqat qilsanglar, shu o'takka masx qilishni Shialar bilan Xavarij inkor qilgan. O'takka masx qilish yo'qdir. Ma hadisni qarasanglar, shu o'takka masx qilish hadislari ikki hadis qilmas, ikkini Hazrat Ali radhiyallohu anhu rivoyat qilgan. Balki Shialar Hazrat Alini shunday katta bilimiz, yaxshi ko'ramiz deb turiblar. Hazrat Ali rivoyat qilgan hadisni cho'rib tashladi. O'zining aqidasiga to'g'ri kelmaganlikdan. Mana birinchi hadis Mashal al-Xuffayning dalili
ما روى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المسافر 3 أيام بلياليها والمقيم يوما وليلة. Bu bir hadis. İkinci hadis mana لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح degan bu hadis. Bu sahih. قال المصنف رحمه الله خطوطا بالأصابع. Barmoq bilan bunda sizib masx qildi. Barmoqni namlab ikki o'takning dumbisiga shunda sizib masx qilamiz. Barmoqni karib turib, bunda masx qilamiz. Besh barmoqni olamiz. Yo'q. Qancha barmoq? Necha barmoqlikka hozir chiqdi. Barmoq bilan sizimiz dedi hozirmaydi. Barmoq sizish haqida kelgan hadislar bor, Ibn Majah rivoyat qilgan, lekin ojizroq. Xututan bil asabiyan hadislarda shunda kelgan bo'lg'achqa biz barmoqlarimizni karib turib, endi sizimiz deydi. Lekin barmoqni nima qilmay, shunda ham sizmaydim, shunda ham masx qilyapsizmi? Farz ado bo'ladi. Lekin sunnat unda barmoq sizish orqali sunnat ado bo'ldi demakchi. Hadis kelganmi desa, ajroq hadislar kelgan ras. Qala wa farduhu miqdaru 3 asabi' min al-yad. Mush masal al-khuffaynning aqall farz miqdori qo'lning 3 barmog'i miqdorida masx qilish bilan ado bo'ladi. Zakarahu Muhammadun va huwa al-asah. Imom Muhammad bayon qilgan shu. Ham Hanafi mazhabda to'g'ri qarashim shu. Li'annaha alatul masx. Chunki bu qo'l, ya'ni masx qiladigan bir qurol. Undan keyin shu masx qilgan qurolningki hajmini biz o'lcham qilamiz. Va qala al-Karxi, bu Ubaydulloh ibn Husayn Abul Hasan al-Karxi, Bag'dodlik katta olimlarning birisi. O'z vaqtidagi Hanafi mazhabidagi ulamoning peshvasi. 340-yil vafot bo'lgan. Buning Al-Jami' Sag'ir va Al-Jami' Kabir kitobni sharhlagan kitobi va undan usul degan bir kitob bor. Usulul Karxi deb ataladi. Qala al-Karxi min asabi' ar-rijl. Karxi debdan bu masahni biz kelgan o'tak qilgan ekan, putning barmoqlarining miqdori bo'yicha o'lchaymiz. Undan keyin putning barmoqlari sal kichik qisqa bo'ladi. Qo'lninki sal uzun bo'ladi, ikkisining farqi shu. Lekin hamda Hanafi mazhabda Imom Muhammadning qo'lning barmoqlaridan 3 barmoq miqdorchilik degani shu to'g'riroq ekan. ولو أصاب موضع المسح ماء قدر 3 أصابع جازة. Masx qilgan o'ringa shu o'takning dumbisi deyli. Shu yerga qo'lning 3 barmoqchilik miqdorda namlik tegsa, shu hisob bo'ldi deydi. Yani masx qilmasangmi shu yerga namlik tegsalar zodi xuddi ma taratda niyat shart emas degandek, amniyat suv tegdimi tegmadi, nam bo'ldimi, nam bo'lmadimi bo'ldi. Vujud chiqdi deb qaraydi. وكذا لو مشى في حشيش مبتل بالمطر. Shundaqla yomg'ir suvi bilan namlanib ketgan chimliqda menib qolsimi, o'takning dumbisi nam bo'lsa, shunda shumi yetarli deydi. ولو كان مبتلا بالطل قيل يجوز. Agar shabnam bilan o'takning dumbisi nam bo'lgan bo'lsa, shu masjidning o'rnida turdi deyilibdi bir qarashda. لأنهما نمشنسا وشبنا مسو وقيل لا يعني برقراش دياق مسقلش يساود بمايدو مسقلش أورن تمايدو لأنه نفس دابة من البحر يجذبه الهواء إلى الأرض. bu qarashda bu shabnam degan dengizdagi kitlahangda dengiz hayvonlarining birisininki tiniqi bo'ladi. Deb tingan ekan bu bir namlik yoki shunda sudek bir narsani tindi, havo shunda akiliblam buni o'simlik yoki shunda quruqlik tug'an narsaning ustiga chechib etgandeklam. Bunda bir ahvolda bu tal degan narsaninki shabnamninki nadin kelganligida shikil qarashda bo'lg'achqa o'z vaqtida shunda deb qarabdi. To'g'risi bu tal degan shu yomg'irning suvi. Shabnam yoki havodan shunda namlik tushib, tal degan biz shabnam desakmi bo'ldi. Yoki nati sim yoqqan yengil o'tkinchi yomg'ir desakmi bo'ldi. Qur'on Karimda fa illam yusibha wabilun fatallun. Wabil degan kuyayotgan yomg'ir, qattiq yomg'ir.
Tal degan ozgina nemlantiradigan yomg'ir. Yoki shabdam desakmi bo'ldi. Demak, buningda niyat bilan atay uni qilmasimi? Aşı maqsad vücut çıksa, yani ötekinin dümbüsü nemlenip qalsam hesap oldu ki. Ve sünnetu en yebda min asabi' rejli ila saq. Yani sünnet boyunca biz nereden başlayıp nerede to'xtamaymiz desek, putning uchidan, yani barmoqlar joyidan tortib, pachaq tarafga tortamiz masjidni. Hakada nuqla fi'lun nabiy sallallohu alayhi vasallam. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qilgan mashi mushunda naql qilingan. ولو بدا من الساق إلى الأصابع جاز لحصول المقصود. Eğer paçaq tarafdan barmaq taraf qarab masx qilsmo, maqsad ado bo'lgandan hesab bo'laverdi. Illa annahu xilaf sunnah. Lekin o sunnatga xilof. Qala wa la yajuzu ala khuffin fihi kharqun yabinu minhu miqdaru 3 asabi'. Bir o'takda yirtiq bor ekan. Bu yirtiqdan 3 barmoq, putning barmog'idan 3 barmoq miqdori o'chib qolgan ekan. Min asabi rijli sigar. Putning eng kichik barmoqlaridan 3 barmoq miqdori joy o'chib qolgan bo'lsa, buni masxisi bo'lmaydi. Va in kana aqalla min zalika yajuz. Undan kichikroq yirtiq bo'lsa joiz. Lianna khifaf an-nas la takhlu anil qalil. Chunki kishilarningki öteklere bu azgın yırtıktan hali bulanmaydı. Yani öz vaqtda şunda yırtılgan öteklerini kiyiverdi. فَلَوْ اَعْتَبَرْنَاهُ azgın yırtıkda bisavlasak, mesih kılanmaysan desek, لَا حَرِجُوا kıyınçılık kalıptı. وَلَا كَذَلِكَ الْكَثِيرِ azgınıga ruhsat kıldık da çoğun yırtıklarga ruhsat kılıvetkil bulmaydı. Çoğun yırtık bunda emas. Çoğun yırtıklarda onda haricdat bulmaydı. وَلِأَنَّ الْكَثِيرَ يَمْنَعُ الْمَشْيَ الْمُعْتَادِ. Yana bir tarafı çoğun yırtıklar adet normal menişine tosap koydu. فَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهِ كَالْلُفَافَ. Bundan bununla mesih kılıç doğranmaydı. Xuddi lufafa degan paytimaga mesih qilsa bo'lmagandak cho'ngroq yirtilib ketgan o'takka mesih qilish bo'lmaydi. وَلَا كَذَلِكَ الْقَلِيلِ kichik yirtiq degan unga o'xshamaydi. وَالْخَرْقُ الْمَانِعُ hamda mesih qilishni to'sab qo'yilgan yirtiqning tafsili sifatiga kelsak, ay yakuna munfarijan yadhharu ma tahtahu. Shu yirtiqning ichidagi putni to'sib qo'yilgan bunda yirtiq bo'lsa bo'ldi deydi. Yepilib turgan bo'lsa mayli demoqchi ekan. Hatta law kana tulan, masalan uzunusqa putni echib qo'yilgan yirtiq bo'lsa undan masx qilish bo'lmaydi. Cho'nglashqa, hatta degan mesela cho'nglashqa law kana tulan uzunusqa bo'lib qolsa, aw kana al-khuffu qawiyan yoki o'taknaz mustahkam bo'lib la yubinu ma tahtahu la yubayinu zakmuna. Tigidiki putni ko'rsatmaydigan bo'lib qolsa la yamna masxni to'sanmaydi. Li'anna al-mu'tabara az-zuhur hatta yajibu al-ghaslu. Chunki bu yerda hisob qilganimiz ash putning ko'rinib qilishi. Hatta yajibu al-ghaslu. Shuni ko'rinib qolgan ahvolda yuvish kerak bo'ldi. Fa idza lam yadhhar la yu'athir. Put echilib qolmasa yirtiq cho'ng bo'lsa ta'siri yo'q. Walau kana al-kharqu tahta al-qadam. Agar ash yirtiq chamdi bo'lib qolsa, tahta al-qadam degan putning ostida yani cham demakchi. Fa in kana akthar al-qadami mana'a. Chamning ko'p qismida yirtiq bo'lib qolsa to'sab qo'ydi. Va in kana fawqa al-ka'bayn lam yamna. O'shqining ustida yuqori tarafida bo'lib qolsa yirtiq masx qilishni to'sanmaydi. Masx qilivasi bo'ldi. Va in kathur. Cho'ng yirtiq bo'lsa-mu. Chunki o'shqining ostini yugab turgan ekan mayli bo'laverdi. Va tubira 3 asabi'. Nima uchun 3 barmoq deb bekitdik buni? Ya 4 barmoq demidoq, ya 2 barmoq demidoq? Li'annaha aktharur rijl. Chunki ash putning barmoqlarining soni qarasak 2 bo'lib qolsak 2,5. 3 desak ko'proq qismi deydi. Wal asabi'u hiya al-aslu fil qadam. Andash barmoqlar putdagi asosli a'zo shu deydi. Va atabarna sigara ihtiyatan. Nima uchun kichik barmoqdan 3 barmoq dedingiz desa, biz ehtiyotdan dedik. Va tujma'u khuruqu kulli khuffin ala ahdati. Har bir pay o'takdagi yirtiqni
ayrı misallaymiz. Yani şunun da her bir payda 3 barmakçılık olsa ondan mesih kılışkı olmaydı. وَلَا تُجْمَعُوا خُرُوقَ الْخُفَّيْنِ Lekin iki payninki yırtıkını cemlemeyiz. Bir yarım barmak olsa 3 barmak kılıptı da mesih kılanmayız demeyimiz deydi. وَلَوْ كَانَتِ النَّجَاسَةُ فِي خُفَّيِّ الْمُصَلِّ Yani necaset namaz kılınınki işkili ötükü dolap kalsa. اَوْ ثَوْبَيْهِ Yaki bir kurup kiyim boğan olsa her iki kiyimi de bulup kalsa ev thawbahu yaki şu bir kiyim kiyem boz şu kiyimi de bulup kalsa ev bedenehu yaki beden de bulup kalsa tujma mesela namaz okuvacının ki bir kurup kiyim boz iki kiyimi de mağanında azrak olsa ikisini cemilsek kiyiminin ya bütün bedenin ki tötten biri degendek bulup kalsa hesap kılıntı deydi. Lekin ötek meselesi onda emasmekçi. Mesela bedeninde bulup kalsımı cemleyttik. Bedenin mayada azrak necaset olup kalsa ikinci cemlesek tötten biri degendek aşında bir ölçemge kep kalsa o çağda tosap koydu. لأن النجاسة مانعة من الصلاة لعينها. Çünkü necaset degen bu necasetning öz aşına meynetnasi bo'lganlikdan özning sababidan namazda o'qishdan tosap koydu. وخرق الخف ليس مانعا لعينه. Bunu bu ötekteki yırtık özünün yırtık bo'lganligidan tosap qo'ygan ahvol yo'q. Bal likawnihi mani'an min tatabu'il mashi. Balki onda aqadan to'xtamay minishdan tosap qo'yganlikdan bo'lgan. Wa zalika fil wahid la fil khuffayn. Davanikan minish hozir ay bir ötekte bo'lib qolsa şunu tosap koydu. İki ötekte emas. Bir yarım barmak olsa 3 barmak kılıptı da mesih kılanmaysa demeyimiz deydi. Vallahu a'lemu bis-savab. Subhanakallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Şunu gel bana. Şu ötek mülki çoğunlukla şu koncunu öpüşüşünden olmuş. Şu kondise boş bir işte. Ben mesela teyemmüm kılıp namaz okuymanlar namaz oturup namazın başlap koyduğu vakitte su kep kalan olsa o namazın bozulup taharet edip kayıp namaz okundu ya. Şunlar zıvıtken. Ötken derste teyemmüm kılıp namaz okuyan çağda su kep kalsa ya turbuş ağrıp gitti ya bireyden o su geldi de kavakıysa namazını bozukla bir taharet edip gelip yeniden başlayımız. Yeniden kulaklık başlayımız. Paypakla mesle saklanmıyor. Paypakla mesle kılış mesele çıkışı mümkün. Lekin esasen tut mezhepning qarashida qilirroq paypoq bo'lsa bo'ldi. Qilirroq paypoq bo'lsa va aslında soğuk ve başka aslında sebep bo'lib qolsa, uzr bo'lib qolsa bo'ldi. Ba'zilar bor şu paypoqni masx qilish joizdir deb şu Temmuz oylarning issiq vaqtlarida talab ketib qolgan vaqtdami putni yumay. Gerçi putni yuvsa pakizlik ham rahat oldu. Hem ayet ko'rsatgan ishni qilgan bo'lishunda bo'lsa-mu, keyzi qilib paypoq masx qilib turadi. Yani aslında bu ayette dedi o namoz o'qimoqchi bo'lsanglar, o'z qo'llaringizni yuvib, putingizni yuvinglar dedi. Asli yuvish shu hisob. Endi paypoqqa ya o'takka va kazani o'qish degan bir ruxsat. Yani qiyinchilik bo'lib qolgan ahvollarda berilgan ruxsat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله له الحمد في الأولى وله الحمد في الآخرة له الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى قال ويجوز المسح على الجرموق فوق الخف ötekki masx qilish ahkamlarining davomi ötekning ustiga kelgan kalach va shunga o'xshagan narsaga masx qilishga bo'ladi. Jurmuq degan kalach bir oyoq kiyib uning ustiga yana qo'shimcha ustilab kiydigan oyoq. Bizning diyorlarimizda bordi bu kalach yaqin zaman kadar. Hozir yo'qolib ketgan bo'lishi mumkin.
lima ruya annahu sallallohu alayhi vasallam masaha alal jurmuqayni. Bu rivayetga asosan joiz bo'ladi demoqchi. Masaha alal jurmuqayn degan rivayet aciz lafz bilan, lekin Abu Davud rivayetida jurmuqaynning o'rniga al-muqayn, alal-muqayn val khimar deb kelgan. İmam İbn Huzayma sahihidimi rivayet qilgan. İmam Navaviy Majmu' degan kitobda isnaduhu jayyid degan, yani hasan darajalik hadis. Wa li'annahuma ka khuffin zi taqayn. Ma qiyasdan dalil. Çünkü şu kalaç, ikki pay kalaç bu nimaga o'xshaydi desa, ikki qat yasalgan, ikki qat tikilgan o'takka o'xshash. Bir o'takni masalan ikki qat, ikki tashqi uni astrva shaklda tikkan bo'lsa, masalan, o'takni kiyib, undan keyin kalashga esa xuddi shu astalik tikkan o'takka o'xshash bo'ladi, ikki qat bo'ldi deydi. Wa ma'nahu idza labisahuma 'ala al-khuffayn qabla al-hadath. Qachanda joiz bo'ldi desa, joiz bo'ldi degan ahvol tart sunishdan ilgari o'takning ustiga kiyib olgan bo'lsa, ya ma'sining ustiga kiyish mumkin, ya o'takning ustiga kiyish mumkin. Khuffaynni desak, shu ma'sini khuffaynga kirib ketadi. Hatta law labisahuma ba'da al-hadathi aw ba'da ma masaha 'ala al-khuffi la yamsahu 'alayhima. Tarti sunishdan burun o'takni ya ma'sining ustiga kiygan bo'lish shart. Mushuna shart qilg'achqa shunga kalashni tart sungandan keyin kiyib qolsa yoki o'takka bir qatim masx bo'lgandan keyin kiyib qolsa, uni ustiga masx qilmaydi. O'takka masx qilgandan keyin kiysa, u ortiqcha bir ish. Kalashga masx qilishi. O'takka masx qilgani shu yetarli. Lekin tart sunib ketgandan keyin kiygan bo'lsa, kalashni u chaqda yana masx qilmaydi. Nima uchun? Li'anna al-hadatha halla al-khuffa. Chunki bu yerda tarissizlik hozir o'takka tushgan bo'ladi. Tarissizlik o'tak tushdi, lekin o'tak tarissizlikning tutqa yetib borishini to'sab turdi dedi o'tganda. Undan keyin tarti bachaqda kelgan bo'lsa, ondan masx qildi. Lekin tarti sungan bo'lsa, ondan kelgan bo'lsa, u chaqda masx qilinmaydi ekan. Wa yajuzu al-mashu 'ala al-muka'ab idha satara al-ka'bayn. Muka'ab degan ikki o'shiqni yo'gab turadigan qo'njilik oyoq degan. Al-khuf degan o'shiqdan xilol qilib uzunroq o'tak masalan ma'sini ko'rsatsa, muka'ab qo'njilik oyoq. O'shiqni yo'g'ilgan bo'lsa, qo'njilik oyoq bo'lsa, uning masxisi bo'ladi. Wa kadhalika idza kanat muqaddimatuhu mashquqatan. Qo'njilik oyoqninki oldi taraf o'chiq qolgan bo'lsa, mashquq. Unda yeriqdak yoki tikkan joyi ajrab ketgan. Illa annaha mashduda, lekin yim turgandi. Ajrab ketgan bo'lsa-mu, yim turgan, esilib qolmaydigan bo'lsa, aw muzarraratan yoki tugmular etadigan bo'lsa, mayli deydi. Li'annahu bi manzilatil mahruza. Chunki bunda ahvolda xuddi jip o'tkazib tikib qo'yganning o'rnida deydi. Mahruza shuna jip o'tkazilgan, jip o'tkazib tikkan degan ma'noda. Wa yajuzu 'ala al-jawrabayn idha kana sakhinayn aw mujalladayn aw mun'alayn. Paypoqmi masxisi bo'ladi. Shu paypoqni tarat bilan kelgan bo'lsa, o'takka masx qilgandek paypoqqa masxisi bo'ladi. Lekin sharti bor. Idza kana sakhinayn, roz qilim bo'lsa, aw mujalladayn yoki xurum qoplangan xurum paypoq bo'lsa, aw mun'alayni yoki buni cham bekitgan kashdek bir narsa bo'lsa, bu shartlar bilan paypoqqa masxisi bo'ladi. Lima ruwiya anin nabiy sallallohu alayhi vasallam annahu masaha alal jawrabayn. Hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamninki paypoqqa masx qilganligi rivoyat qilinganligi uchun dedi. Endi jawrabayn shu o'z vaqtidagi paypoq desak, shu zamondagi paypoq, hozir bu yerda al-jawrabayn deb ham keldi, mutlaq keldi. Biz bu paypoqni shu chaqlardagi qalin
shunda paypoqlarga apirib turib tushunamiz. U chaqlarda qilin paypoqlarni kiydigan bo'lib, hozir paypoqlar nepiz bo'lib ketib, putmi ko'rinib turadigan, nam tegib bo'lguncha putga tegadigan manda paypoqlab qolsa bo'lmaydi demoqchi. Chunki bu shar'iy atalg'ular, bu narsalar shu Qur'on nozil bo'layotgan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shariat ahkomlarini bayon qilayotgan shu davrdagi qaysi ma'noda ishlatilgan bo'lsa, shu ma'noda tushunish lozim. Masalan, hozir jiqnasining ismi o'zgarib ketdi. Jayb desa, yanchiq deb tushunadi hozir. Jayb. Masalan, kiyimning yanchiqi jayb. Lekin Qur'oni Karimda valiyadribna bi khumurihinna ala jubihinna dedi. Yog'liqlarni bo'ynining va ochiq turgan yerga akirib yo'g'asin degan. Ya'ni shu yoqqa ochiq turgan yerni jayb deydi burun. Hozir yanchiq degan bo'ldi. Yani masalan saih desa hozir sayohatchi deb tushundim. Lekin Qur'on Karimda saihat bu yoki ro'za tutgan bo'lishi mumkin, yoki jihad ustidagilar bo'lishi mumkin. Shunda. Sayyara desa burun boshqa narsa maqsad qilsa, hozir boshqa narsa maqsad qildi. Bunday al-jawrabayndan o'z vaqtidagi qilin, paypoq maqsad deb tushunsak, ashunda paypoq bo'lsa masxis bo'ldi degan chiqdi. Wa ruya zalika an 10 min as-sahabah radhiyallohu anhum. 10 sahaba rivoyat qilgan, ya'ni bu rivoyat kuchli demoqchi. Unda matnul muxtar qarasanglar, va yajuz alal jawrabayn idza kana sakhinayn dafha arbi qo'ydi. Bu aslida Imom Shafiy buning ketilmaydi deganni ko'rish kerak. Amaliyotda Imom Shafiy rahmatullohi alayhi qilin bo'lsa undan masxisi bo'ldi dedi. Nepizga masxisi bo'lmaydi dedi. Chunki fa'da bezib qilishi hozir ma'da xatolik. Imom Shafiyning mazhabida ikki shart bilan joiz deb qaraydi. Paypoq masx qilsin. Tigidagi putni ko'rsatmaydigan qilin bo'lish kerak. Ondan cham bekitgan bo'lish kerak. Asosiy to'rt mazhab qarashi ashuna qilin bo'lishini shart qiladi. Hozirgi nepiz paypoqlarga bo'lmaydi deb qaraydi. Wa kana Abu Hanifa awwalan yaqul. Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhi dastlabki chaqlarda la yajuzu illa an yakuna muna'alayn. To'qim cham bekitgan bo'lish kerak. Bo'lmasa qilin bo'lsa bo'lmaydi deb qaraydi dastlabda. Nima uchunsa li'annahu la yaqta'u fihima al-masafata. Yoki la yuqta'u fihima al-masafatu. Chunki uningda mengib bir masofani bas qilolmaydi. Burun shunda qaraydi. Thumma raja'a ila ma zakarna. Keyingi vaqtlarda biz bayon qilgan qilin bo'lsa bo'ladi degan qarashga qaytgan. Imom Abu Yusuf rahmatullohi alayhi rivoyat qilishicha, Abu Hanifa boshda ruxsat qilmay, umrining oxirgi chog'larida kasal bo'lgan chog'da ruxsat qilgan. Undan keyin qaytgan deb qaragan. Hanifi mazhabidagi ulamolar. Va alayhi al-fatwa. Hanifi mazhabda imomning keyin qaytgan qilin bo'lsa-mu bo'ladi degan qarashiga asosan fatvo berildi. Undan keyin paypoq qilin bo'lsin mayli, cham bekitmagan bo'lsa, xurum bo'lmasa-mu qilin bo'lsa mayli. Hozirgi masalan raq paypoq qilin bo'lsa mayli. Yoki xurum paypoq bo'lish kerak, yoki cham bekitgan paypoq bo'lishi lozim. Qala va yanquduhu ma yanqudul wudu. Hamda al-masx al-khuffaynning gibi ma. Paypoqning ustida qisdiq, paypoqning hukmi o'xshash. Hamda shu o'takka, masiga yoki shu qilin paypoqlarga masx qilish ahvol bo'ldi. Bo'lgandan keyin bu qachon buzilib ketdi bo'lsa, va yanquduhu ma yanqudul wudu. Odat tarixni sundirgan ishlar bo'lib qolsa, sundirutdi. Yani sundirutdi degan, keyin tarix tanmoqchi bo'lsangiz, cho'qim, yani ustiga masx qilsangiz demoqchi. Burunqi masxga hisob bo'lmaydi. Li'annahu yanqudul ghasla. Chunki tarixni sundirutish ahvollari ko'ralsa, yushdan iborat bo'lgan tarixni sundirutdi. Undan masxni albatta sundirish kerak. Ya'ni bu masx bakovulda qaytadan masx qilasiz demoqchi. Fala an yanquda al-masha awla. Jugan yaning tarixni sundirgan yerda masxiga yaning tarixini albatta sundirdi.
Endi birisi masalan tarat apti. Tartilib, tartishim ketgan bo'lsa, ikkinchi qatim tartgan chog'da o'takka masx qildi. Masx qilib, keyin tartishim ketsa, yana tartaldi qayta. Tartib bo'lgandan keyin masx qildi, masx qilib tartishimdi, yana tartaldi. Shu chog'da o'takni silvatgan bo'lsa, putining tartishimidir. Masalan, qayta tartaldi. Tartilib, yuz qo'lni yuvib, bu nima qildi? Tartib bo'lgan hisobda. Lekin shu orliqda putini ya bir isitish uchun, ya bir paypoq almashtirish, ya bir aram oldirish uchun o'takni shunda bir salsa, badanning boshqa yerining tartibi, putining tartibi yo'q. Navoniki bu odam qanday qiladi? Putinning jusi bo'ldi, boshqa jusi bo'ldi. Qala va naz'ul khuffi. Yana tarixni sundirdigan islamo o'takni masini sundirutdi. Yana shu o'takni sil o'tishmi sundirutdi. لأنه المانع من سراية الحدث إلى الرجل. Çünkü şu ötek başka bedenlik tarihsizlikning putqa o'tib ketishini to'sab turguchi deb qaragandi. Buni selayotgandan to'sanmaydi, tarihsiz ketadi. Fa idza naza'ahu zala al-mani'. O'takni selayotgandan to'sab turgan narsa yo'qoldi degan gap. Wa li'anna al-jawaza daf'an li haraj an-naz'i. İkinci dalil, biz şu o'takni masx qilishni, o'takni selib, yana kiyib qilinib qolmasin deb joiz degan. Valam yabqa degan mishadamda. O'takni silib bo'lgandan keyin o'zi silibdi o'takni. Silibgandan keyin o'takni silib kiyish japoat atib qoldi degan narsa yo'q unda. Biz japoat atib qoldi deb silib yurmisin degan. Silib bo'lgandan keyin silib kiyish japa qilmagan bo'ldi dedi. Valam yabqa harajun naz'a demakchi. Fayaghsiluhuma kama qabla al-lubsi. Undan keyin o'takni kiyishda ilgari tartag'an chog'da putni yuvgandak hozirmi putni yuydi. Va kadalika naz'u ahadi khuffayhi. O'takning birini silvasimi ikkili putining tartishini ketadi demakchi. Li'annahu yajibu ghasluhuma. Chunki ikkili putni yuvish kerakdi. Fayajib ghaslul ukhra. Undan keyin bir putining tartishini ketsa, uni parchalab yuvmaymiz. Ikkilisining sungan bo'ladi. Undan keyin sanmagan putinimi o'tkin silib yuvish kerak. Li'alla yujma baynal asli wal badal. Chunki bir putni yuvib bir o'takni masx qilsak, asli hukm bo'lgan yuvish bilan uning badali masx qilishni tanqigan bo'lib qolamiz. Qala va mudiyul muddah. Yani belgilengan muddat o'tib ketsimi, otomatik bu taharat yo'qaydi. Li'annahu ruxsa. Chunki bu bir ruxsat. Sabatat muaqqatatan. Vaqt belgilangan holatda isbotlangan bu ruxsat. Ya'ni yawmun va layla va 3 ayyam degan. Muqim kishi 1 sotka, musafir 3 sotka masx qiladi degan. Shunda ruxsat bergan. Ruxsatga vaqt belgilagan. Fatazulu bi mudiyil vaqti kal mustahada. Undan ekan belgilangan vaqtning o'tishi bilan ikkili putining tartishini ketadi demakchi. Odam tarixi bu holat tutuqda masjidga vaqt o'tib ketgan bo'lsa, muddat o'tib ketgan bo'lsa, o'chada putun tarixni yanada yoki putni qochiradi. Biz shu bayatin degan tarmoq masal shu. Masalan bir qatim tarix oldi, tarixni sundi. Tarix sundan keyin o'takni masx qilib tartaldi. Undan keyin yana tartaldi. Tartib ba ahvolda o'tkin silvatsa putunlam yuydi. Masalan, bir odam putiga masx qilishni unutib qolib qolgan tarixni boshqalarimiz putun masx qilish. Tarix bo'lmaydi o'sha. Qayta putiga masx qilish kerakmi yoki? Ha, putiga masx qilish lozim. Shu vaqtgacha oraliqda qanchalik vaqt o'tishi kerak? Davom suv qurib Ha, o'tganda shu tarixni suv qurib ketish, oraliq uzun oraliq o'tmaslik deb shunda bir nimani belgiladik. Aqaqdan qilishni ba'zi mazhablarda farz deb qaradik, biz mustahab deb qaradik. Yani bizning nimamizda keyincha putiga masx qilsa tartib hisob bo'ldi. Lekin ba'zi ulamolar uzun vaqt o'tmaslik lozim dedi. Kal mustahadaga qiyos qilib o'tadi hozir. Mustahada yani hayz kunlardan keyin belgilangan kunlardan keyin xun kelgan ayoldir. Kasallik ahvolda. Uning hukmi esa har bir namoz vaqti kirsa, yangidan ta'tilib
ba'zi mazhabda yangidan juyunib har qatam ikki namozdan vaqti bir juyunib deganda qarashim bor. Har bir namozning vaqti kirgandan keyin bir juyunib shu namoz vaqtida o'qilgan farz va namozni o'qiydi. Ikkinchi namoz vaqti kirgan chog'da yangidan tartilish kerak degan. Davom ekan buning belgilangan muddat shuna chiqayotgandan keyin tarti sunib ketibdi. Ma o'taki masih qilish masalasida bir sotka, 3 sotka degan vaqt shunda o'tishi bilan ikkili putining tarti sunib ketadi demoqchi. Davom ekan vaqtning o'tishi bilan o'tgan silib shu putin ham juz bo'ldi. Qala fa idza madat al muddatu naza'ahuma wa ghasala rijlayhi. Ash muddat o'tib ketsa, bir sotka yoki 3 sotka o'tib ketsa, hozir mushadamning olgan tarti bo'lsa deydi, ha? O'tgan silib shu putunlam juz bo'ldi debdi. Putunlam juz ekan. Shu ikki putun juz bilan bo'ladi demoqchi ekan. Ya'ni aslida bu odamning tartibi hisobda, tart sunmagan holatda o'taki masih qilgan bo'lsin tartibi. Lekin vaqt o'tib ketgandikilar o'takni silib bilan putun juyatsa tartibi bo'ldi debdi. Lima bayyana degani o'tak tarini tutib turgan narsida vaqtning o'tishi bilan tarihsizlik putqa yetgan bo'ldi. Undan ekan putunlam juyutdi demoqchi. Va khurujul qadami ila saqi naz'un. Put ash o'takninki qo'njis tarafga shunda so'rilib chiqib qolsa, chag'an hisob bo'ldi. Bu chaqda putqa tarihsizlik yetdi demoqchi. Li'annahu la yumkinuhu al-mashyu fihi. Chunki uningda mang'il bo'lmaydi. Yani şu puti yerim so'rilib qolgan holatda o'tak bilan mang'il bo'lmaydi. Kadalika walau kharaja ba'duhu. Putining bir qismi o'takning qo'njis tarafga yenib qolgan bo'lsa-mu, chiqib qolgan bo'lsa-mu, o'xshash. Yani o'takning silvatga hisobda. Bu chaqda putini juyish lozim. Walau kharaja ba'duhu ila as-saq demoqchi. قال أبو حنيفة إن خرج أكثر عقبيه إلى الساق بطل مسحه. هم شكر قسى عشان في مذهب يساب قلدان قرش. يعني فتنون az bir qismi qo'njisqa chiqib qolsa-mu o'takni silvatga bilan o'xshash. Endi Abu Hanifadan kelgan qarashda akthar aqibihi futninki oq tarafining ko'p qismi chiqib qolsa qo'nji tarafga batala mashuhu o'tak qilgan masi bakovlab ketadi. Lima taqsilib kesh chapata atilgan ish bo'lmag'achqa juyish lozim deymiz. Va qala Abu Yusuf ma lam yakhruj aktharul qadami ila as-saqi la yabtul. Putining ko'p qismi chiqatmagan bo'lsa, az bir qismi chiqatgan bo'lsa-mu, masni bekor qilib o'tmaydi debdi. Li'anna lil akthari hukm al-kulli. Chunki ko'p qismi hammaning hukmini oladi. Va qala Muhammad in baqiya min al-qadami miqdaru thalathati asabi'a lam yabtul. 3 barmoqchilik miqdorda joyida qolib qolsa, ko'p qismi chiqib qolsa-mu, masih bekor ketmaydi deb. Li baqoy mahall al-masih. Chunki o'sha kashning ichida masih qilgan o'rin miqdori qolib qoldi dedi. Miqdori salasal asabi joyida ba'da xabardan chiqib qolmadi demak. Qala masaha musafirun thumma aqama ba'da yawmin wa laylatin naz'a. Musafir kishi aslida 3 kecha kunduz masih qila oladi. Masih qilib kelayotib bir sotka o'tgandan keyin sharik kelib muqim turibdi. Bunda ahvolda bir sotka tugagandan keyin o'takni silib juyib tartilish lozim. Li'anna thalatha ikmalu muddat safar. Chunki 3 sotka deganimiz safar muddatininki eng to'liq belgilangan vaqti. Wala safara. Endi hozircha bu sharikap bo'ldi, safar yo'q. Fala yajuz. Unda o'nikan bir sotkadan oshirish bo'lmaydi. Va qabla dalika yutammimu yawman wa layla. Agar bir sotka to'shashdan burun shariga kelib muqim turib qolsa, bir kecha kunduz to'liqligicha masih qilsa bo'ldi.
li'annahu muqimun. Çünkü bu muqim turayotgan kishi desakmi bir sotka masx qilish haqqi bordi. Fayastakmilu muddatal iqama. Undan keyin muqim turayotgan kishi masx qilgan muddatni to'liqlaydi. Walau masaha muqimun thumma safara qabla yawmin wa layla. Unda bayatın qilmasning aksi muqim turayotgan kishi masx qilib, tartilib bir sotka to'shashdan burun asli buningki vaqti bir sot ketdi. Masx qilib, tilib bir sotka to'shmay turib ham safarga chiqdi. Bunda holda tammama muddat safar. Musafirning hukmi bo'lib ketib 3 sotka qadar masx qiladi. Li'annahu musafir. 3 sotka masx qiladi. Chunki bu safar qilayotgan kishi. Fa innal hukma yata'allaqu bi akhir al-vaqt. Undan keyin bu yerda biz ash vaqtning eng oxirgi nimasi qaraymiz. Oxirgi vaqtida buning ahvoli nima desa, yuqorqi masalda shu to'shay deb bo'g'icha bu muqim bo'lib qoldi. Muqim bo'lgan chaqda bir sotka ushib qoldi. Ammo ikkinchi masalda bir sotka masx qilay deb turib oxirgi vaqtida safarga chiqdi. Bu musafirning hukmida bo'lib ketdi. 3 sotkaga o'zgardi. Bi xilafi ma idza safara ba'da yawmin wa layla. Lekin bir sotkani to'shqizib o'tib, undan safar qilgan ahvolda o'xshamaydi. Li'anna al-hadatha sara ila ar-rijl. Chunki bu yerda tarasizlik bir sotka o'tib ketgandan keyin tarasizlik putga o'tib ketdi. Fala budda min al-ghasl. Undan keyin putni yuvish lozim. Ya'ni muqim turayotgan kishi bir sotkani to'shqizib o'tib, undan safarga chiqsa, masx qilish muddati to'shab bo'lgan bo'ldi. Bu chaqda safar qilish boshlansa, ondan putni yuvib boshlab, keyin ondan tars sungan chaqdan tortib, hisoblab masx qilishni boshlaydi. 3 sotka masx qildi. Qala va la yajuzu al-mashu 'ala al-imama. Salliga masx qilish bo'lmaydi. Ya'ni bu salliga masx qilmaslik degan chachqa masx qilmay, butun salliga bilan masx qilib qo'ysang bo'lmaydi demoqchi. Lekin chachqa masx qilib, uning qatib salliga masx qilsa bo'ladi deb mazhabda. Chunki biz masx qilish masalasida masahalal nasiya val imama deb hadisni bayon qilgan. Yani bu mazhabda salliga masx qilish, chachqa masx qilishda qo'shimcha tekkizib qo'ysa bo'ladi deydi. Lekin chachqa faqat tekkizmay, salliga bilan masx qilsa bo'lmaydi. Val qalansuva. Qalansuva degan do'ppa, tumoq, shu beshga kelgan narsalar. Val burqa. Burqa degan shu niqob. Hozir siz taqavatgan niqob shu burqa. Val quffazayni. Palay. Mesela yüzünü yuyishning o'rniga taqgan niqobni ustidan qo'lda masx qilib namdab qo'ysa bo'lmaydi demakchi. Yuyish lozim. Val quffazayn palay. Palay kelgan bo'lsa, masalan paypoq masx qilsa bo'ldi ekan yoki salliga masx qilgandek bizmi shuni masx qilsak bo'ldi ekan deb palayga masx qilsa bo'lmaydi demak. Qo'lni yuyish lozim. Nima uchun? Li'anna al-masha thabata fil khuffayn al-haraj. Chunki jumay masx qilish qiyinchilik bo'lib qoldi deb ikki o'takda aniq hadislar kelib isbotlangan demakchi. Wala haraja fi naz'i hadhihi al-ashya. Bu turli narsalarni sirishda qiyinchilik yo'q. Do'ppiniga chirab qo'yiblar, masx qilib bo'ldi. Niqobni shunda, palayni sirib bo'lmaydi kiyog'il bo'ldi. Yani wal quffazayn degandan keyin wal lufafa debdi. Lufafa paytama, putuga kelgan paytama. Ma ayollar hozir o'sha chivarqan, beshinchi yilga yog'lar yo'qishlarni ustimasiz qiladi. Yani beshini masx qilmoqchi, nima? Beshi masx qilsa ko'pchilikning nazarida bo'lmaydi. Cho'ng chach qilish lozim. Ba'zi olimlar masx hadislardan masahalal ximar degan rivoyatga asosan yog'liqning ustiga masx qilish bo'ldi deganlar bor. Azsalliq ulamolarning qarshida bo'ldi. Bu hamda yog'liqqa masx qilish bo'ladi degandek qarashni agar tutib qolsa faqatlam ba'zi o'rinlarda yat akishli bo'lib qolib bilaklarni yuvishda bir chora qilib dalda qilib yuyolgan bo'lsin, lekin chechiga masx qilishda yog'liqni ilib nima qilsa yat arla qaraydigan bo'lib qolsa, shunda bir ahvollarda ma'zur bo'lib qolgan chaqda tutsa bo'ladi. Qala va yajuzul mashu alal jabair. Jabair degan bu tiniq. Tiniq masalan jobo bilan bo'lishi mumkin, paxta bilan yoki bir lat bilan
yoki gej bilan muslim tiniqlarning ustiga masx qilishga bo'ladi dedi. Walaysa bi fardin 'inda Abi Hanifa. Endi bu tiniqning ustiga masx qilishning hukmi nima desa, hukmida Hanafi mazhabida ixtilof bor. Imom Abu Hanifa cho'qim masx qilish kerak deb qaramaydi. Walaysa bi fard degan ishada jaiz. Mesela jaiz dedik, masx qilish bo'ladi dedik. Bu munda qiysi ruxsatmi, ruxsat emasmi degan hukmi. Qiysi mayli, ruxsat bor. Lekin qilmish shu, aytganimizga masx qilmasa Abu Hanifa qilmisin bo'ldi dedi. Ya'ni masx qilishning hukmi ruxsat. Endi ruxsat degandan keyin jumay masx qilsang bo'ladi dedi. Endi masx qilmasang-chu, faqat masx qilmasang-chu desa Abu Hanifa mayli bo'laverdi yana. Masx qilishga ruxsat qilgandan keyin u masx qilishi farz emas deydi. Da'vatga bu yerda tiniqning ustiga masx qilishning hukmi nima? Jaiz. Yani cho'qim masx qilish kerak bo'lsa Abu Hanifa cho'qim masx qilish kerak emas. Masx qilmasin bo'ldi deydi. Masx qilib qolsa mustahab. Va huwa as-sahih. Hanafi mazhabda bu masalada ixtilof bo'lg'achqa imomning mushqarishi to'g'ri deydi. Hatta law tarakahu min ghayri dararin jaza. Bizim uchun to'g'ri degandikan, endi masx qilsa suv tekkizsa, namlik tekkizsa ziyon qilmaydigan bo'lsa-mu, masx qilmasa joiz bo'lardi. Ya'ni tardi hisob bo'lardi demak. Judg'ayani tiniq bo'lganlik uchun masxmi qilmay, yumay, endi tashlab qo'ysa tardi hisob bo'ldi demak. Wa qala yani as-sahiban Abu Yusuf va Muhammad shikaylan la yajuz. Bular demakchi endi biz tiniq bo'lg'achqa, bu yerga suv tekkizsa, ziyon qilgan bo'lg'achqa yumay masx qiling deb ruxsat qildik, ma'qul. Lekin endi masxni qilmasa bu tarit bo'lmaydi demakchi. Ya'ni bundan nazarda masx qilishga ruxsat qilingandan keyin masx qilmasa tarit hisob bo'lmaydi, ya'ni masx qilishi vojib yoki farz demakchi. Abu Hanifa farz emas demakchi. Lahuma yani daliluhuma ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا حين كسرت زنده يوم أحد بالمسح عليهما. زند الزند مفرد مثنى وصا الزندان زند بالكده له مش رواية حضرت علي'ninki Uhud g'azotida bilik sunib ketgan chaqda buni tangan albatta. Tangandan keyin qanday qilma desa ustiga masx qilsang bo'ldi degan. Bu rivoyat mojiz. Tiniqning ustiga masx qilish to'g'riliq kelgan rivoyatlar mojiz. Hazrat Alidan kelgan bo'lsin, Hazrat Jabirdan kelgan bo'lsin, boshqalardan kelgan bo'lsin hammasi ojiz. Lekin mush mazmunda ojiz rivoyatlar ko'p kelgachga, ya'ni Ibn Umar radhiyallohu anhudan aytganning ustiga masx qilish sahih sanad bilan kelgan bo'lg'achqa bu sal jallanib dalil qilishga yaraydi deb qaragan ulamolar. Va qiyasan alal khuf. Ana ikkinchi dalil shu o'takka qiyas. Silib, yana kiyib, jafoda tutib qoladi degan ahvolda masx qilishga ruxsat qilingan ekan, bu yerga u tiniqni yishib, suv tekkizib, yuvib qo'ysak, baklam ig'ir ziyon. Şunu caiz buluş gerekmekçi. وله يعني دليل الإمام أبي حنيفة أن المسح بدل عن الغسل. مسح قلش جويشنن أورنغ دسيان ناسا ولا يجب غسل ما تحت الجبيرة لو ظهر. Şundan iken tiniqning ostidagi shu zaxmlangan joyini tiniq bo'lmay, uch qashqar bo'lgan bo'lsa-mu, yuvish kerak bo'lmaydi. Çünkü yani su teksi bulmaydı. Jursa ziyan kılıdı. Lav zahara diyen uç kosumu, tınık bulmasımı, yani juş vacip bulmaydı. Bi khilafi ma tahtal khuf. Lekin ötekinin içindeki putne juş vacip burunu. Bunda olgan ikisi farqli qiyas qilsangiz bo'lmaydi demakchi. Va hadisi Aliyin radhiyallohu anhu la yujibul fardiyya. Hazrat Ali'ninki hadisi farzlikni bildirmaydi. Nima uchun desa, lennahu xabar ahad. Chunki bu shu bir sahobadan rivoyat qilingan hadis, ya'ni mutawatir emas. Mutawatir bo'lmagandan keyin
farz deganlikni bildirilmaydi. Farz degan faqatlam qat'iy dalil bilan isbotlandi. Demakchi. Undaqonga imomning qarashi hozir xabar ahad deyishlar emas, bu ahad bo'lgan taqdirdami zaif, aciz rivoyat bo'lgandan keyin farzlik hargiz isbotlanmaydi. Hali xabar ahad deganimiz sahih bo'lgan taqdirda da'vat qilingan. Qala va yajuzu in shaddaha ala g'ayri wudu'in. Endi bu tanq bilan o'takninki jiq farqlari bor. Tanq degan badanning qanday yerda o'si bo'ldi? O'tak degan shu putlan bo'lgan gap. Ondan o'takni cho'qim tutni yub bo'lgandan keyin kiyish lozim. Lekin tanqdan burun yani jumg'an bo'lsin bo'lardi. Yani tarixsiz holatda tangan bo'lsa-mu, kim masqisi bo'ldi. Yani bir qancha farqlar bor. Qala va yajuzu in shaddaha ala g'ayri wudu'in. Yani tarixsiz holatda tangan tanq bo'lsa-mu, sizga masqisi bo'ldi. Li'anna fi i'tibarihi harajan. Chunki cho'qim tartib qilib undan keyin tangan bo'lish kerak desa, u yarda kishi yoki zaxmlangan kishi u tanqni doktorxonada tanishtirgani tartib elitib, undan tangalar deyilmaydi. Shu tezda ziyon qiladi, qiynab qoladi natijada demakchi. Va li'anna ghasla ma tahtaha saqata bi khilaf ma tahta al-khuffayn. Endi o'takning ostiga putni yuvish kerakda, bir qatim yuvish lozimda. Lekin matnning ostiga uni o'xshamaydi. Buni yuvish kerak emas. Yar bo'lganlikdan. Fa in saqatat an bur'in batala. Lekin shu tanqning ostidagi yarasi saqiyib, undan keyin tanqni ilib olsak, saqatat degan u tanq tushib ketdi dedi, lekin tanqni biz ilib olsak, chunki yara saqaydi, tanqni ilib oldik ishtigida. Bu chaqda bu masx qilishning hukmi bekor bo'lib ketadi. Li'anna al-masx lil-udhr, chunki masx qilish bir uzr uchun ruxsat qilindi. Bu yerda uzri hozir vaqt zala, uzri yo'q bo'lib ketdi. Bi xilaf ma ida saqatat la an bur'in. Lekin saqaymay turib, tanq almashtiribdi, yoki o'zi chiqib ketdi, yana tanq qo'ydik qayta. Bunda bo'lib qolsa, bu yerda masx qilish bekor bo'lib ketdi. Ya'ni masx qilibas bo'ldi ustiga. Li'anna al-udra baqin. Chunki bu yerda uzr yana bor. Wa in kanat al-jabiratu za'idatan ala ra's al-jurh. Endi yara masalan tangida kiyadi bo'lib, bu tanq hozir alqanda kiyadi bo'lsa, masalan qo'lda bir ya zaxmni qilsa, qo'lni hamman tan o'tishi mumkin. Jiqroq yani tan o'tadi. Fa in kana hallu al-khirqati wa ghaslu ma tahtaha yadurruhu masaha ala al-kull. Endi tanqni yishib, yar bayani qo'yib atrofini hammani joy deb qolsa, ziyon qilgan bo'lib qolsa, tanqni yishib jumay, butun tanqi masx qilsa bo'ldi. Va in kana la yadruhu zalika, tanqni yishib, yer bayanlam qo'yib boshqa yerni, tanqning ostiga kirgan boshqa yerni jusiz ziyon qilmaydigan bo'lsa, bu chaqda yerning atrofidagi yerni yuvish lozim. Va masaha alayha la ala al-khirqa. Bu chaqda yerining ustiga masx qilamiz. Shu yerga ham suv tekkizmaymiz, lekin bu ahvolda tanqning o'ziga yoki latiga yo dakiga masx qilish bo'lmaydi. Va in kana yadruhu al-masx, masx qilsak, yariga nam tekkizsak, ziyon qilgan bo'lib qolsa, dun al-hall. Tanqni yesak ziyon bo'lmaydi ekan, lekin nam tekkizsak, ziyon qilgan bo'lib qolsa, masaha al-khirqati allati ala al-jurh. Yerning ustidagi dakiga masx qilib o'tamiz. Va ghasala havalayha, atrofdagi yerni yuvishimiz lozim. Va ma tahta al-khirqati az-zaida, atrofdagi yerni va shu ortiqcha qatilib, tangilib ketgan joyni yuvitish lozim. Yerning ustiga masx qildik, boshqa yerni yuvish lozim. Li'anna jawaz al-masx lid-darurati fa yataqaddaru biqadariha. Chunki bu yerda tanqni masx qilish zarurat uchun ruxsat qilingan ishdi. Undan ekan zarurat qanchalik miqdorda bo'lib qolsa, shunchalik ruxsat qilindi demakchi. Ortiqcha yani jumay masx qilishga ruxsat qilinmaydi. Va hada at-tafsilu an al-Hasan ibn Ziyad rahimahullah. Mush tafsilat Hasan ibn Ziyad rahimahullohdan kelgan qo'shimcha shuni bayon qilgan Imom Hasan ibn Ziyad.
وهكذا الكلام في عصابة الفصاد. فصاد يعني قنلش. Kesel kişiden azra kanalış bunda işler. Kan ağan çağda tanğan tınıqtıma oxşaş. Asab degan chigib qo'ygan, tinib qo'ygan narsani so'z. Val quruh yirangdab qolgan joylar, val jirohat har turli yaralar yoki zaxmlangan joylar hamma taniqlarda o'xshash. Va ala hada buning asosan law wada'a ala shiqaq rijlihi dawa'an putining yeriqlariga doğru ishlatibdi. La yasil ma'u ila ma tahtahu. Masalan, puti yerilib ketgan bo'lsa, vazlini ishlatgan bo'lsa, yoki may ishlatgan bo'lsa, putini jug'an chog'da suv putiga tegmaydi ekan, may to'sab qolgan bo'lg'achqa. Yujril ma'a ala zahirid dawa lima zakarna. Bunda holda qanday qilish lozim desa, suvni mayning ustida eqitib ayda jusi bo'ldi. Lima zakarna degan, chunki bunda haraj va u mayni tozalab elvatgandan keyin yuvish qiyin, balki u putiga ziyon qilishi mumkin demakchi. Nishagich bo'lsin. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.